Bir yil ilgari mening turmushim har qaysi jihatdan to'salg'uga uchragan bo'lib, xizmatim meni intayin charchatayotgan edi. Dadam tuyuqsiz olamdan o'tdi. Mening er-ayollik munosabatimmo qalaymaqanchilikqa to'ldi. U vaqtda men hech nimani tushunamadim. Butunlay umidsizlikka to'lgan vaqtimda o'zimni hech o'ylab yetamligidek bir sovg'atga erishdim. Bu vaqtda men bir mag'biyatlikni ko'rdim. Bu boyliq o'tmishga aylangan. Bu mag'biyatlikning tarixini izlamoqchiman. Mag'biyatlik yoshirib qo'yilmoqda. Kishilar taqazo bo'layotgan Kishilar arzulab kelayotgan mag'biyatlik bostirlab qo'yilmoqda. Mening bu mag'biyatlikni bildigan kishilarning tarixdagi dangli shaxslar ekanligiga ishongim kelmaydi. Ular Berla, Shakespeare, Newton, Hugo, Beethoven, Lincoln, Emerson, Edison, Einstein qatorliqlar. Men bu mag'biyatlikni faqat osondek kishilarni biladi. Mening bu mag'biyatlikni butun dunyoga oshkorlag'im kelyapti. Men shu davrdagi bu mag'biyatlikni bildigan kishilarni izlashga boshladim. Ular orqa-orqadan paydo bo'lmoqda. Bu mag'biyatlik siz erishmoqchi bo'lgan barliq narsalarga erishtirdi. Ya'ni xo'shallik, boylik va sog'lomlikdan iborat. Siz hamma narsaga erisha olasiz va maqsad nishoningizga yeta olasiz. Toki siz o'zingiz o'ylagan odam bo'lganga qadar. Biz erishmoqchi bo'lgan barliq narsalarga erisha olamiz. Mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Sizning qanday o'yib turganingiz bor? Millioner bo'lganingiz bormi? O'zingizning qanday kasb bo'lishini o'ylaysiz? Natija qozonganingiz bormi? Sizning zodi nimaga erishganingiz bor? Men nurg'un kishilarning turmushida mo'jiz yuz berganligini ko'rdim. Masalan, saqaymas kasalligiga giriftor bo'lib saqayganida, nervi kasalidan saqayganida va er-ayollik munosabatida mo'jiz yuz berganda. Mo'jizning paydo bo'lishi kishilarning biz oshkorlamoqchi bo'lgan bu mag'biyatlikni bilganligining sababi. Bu taqdiringizni o'zgartirgan mag'biyatlik. Bu mag'biyatlikning o'zi bir javob. Hozirgi va kelgusidagi barliq ishlar. Siz balkim bu mag'biyatlik nimadu deb hayron qilishingiz mumkin. Ondaqda men sizga o'z tushanchamni so'zlab beray. Hammamiz to'lib toshgan kuch-qudratga ega. Hammamiz o'xshash bo'lgan qonuniyatning kontroligida. Olamdagi tabiiy qonuniyat haqiqatan to'g'ri va tangdoshsiz. Shunga bizning olam kemimizni kashf qilishimizmi tasga to'xtamadi. Ya'ni insonlarni oy shariga chiqardik va oldin uchish vaqtini bilishning to'g'riligi 10 dan 1 sekund ichida bo'ldi. Mayli siz Hindistonda yoki Yevropada va yoki Toronto, Monte Carlo, New Yorkda bo'ling, hammamiz bir xil kuchga egishimiz. Bu xil kuch bo'lsa Tartish qonuniyati. Tartish kuchining qonuniyati. Bu mag'biyatlik bo'lsa, tartish kuchi qonuniyati. Sizning hayotingizda yuz bergan barliq ishlarning hammasini o'zingiz tortib kelgan. Siz ko'nglingizda o'ylagan bu suratlar amaliy turmushingizda yuz beradi. Demakchi bo'lganim, siz ko'nglingizda o'ylaganlaringizning hammasini amaliy turmushingizga tortib kelasiz. Hozirgi davrdagi aqlli odamlarning hammasi bu qonuniyatni biladi. Qadimgi Babilon davridagi odamlar bu qonuniyatni burunlab bilib bo'lgan. Siz o'ylab ko'ring, nima uchun 1% odamlar dunyo boyligining 96% ga erishgan
Siz buni tasodifiylik deb o'ylamsiz? Mumkin emas. Uni odamlar shakllantirgan. Chunki ular bir ishni tushunadi. Ular bu maxfiyatlikni biladi. Hozir siz tezla bu maxfiyatlik bilan tanishib chiqsiz. Mening tartish kuchining qonuniyatiga bo'lgan tushunchamning eng oddiy usuli shuki, odam o'zini bir parcha magnetga o'xshatsa, shunisi ayanki, yana bir parchasimi tartish kuchi qonuniyatidan foydalanib, yana bir parchasini o'ziga tortadi. Eng oddiy usul bilan aytganda, tartish kuchining qonuniyati o'xshash tipiklar tortishadi, lekin bizning da'vatqinimiz o'y fikr qatlami. Bizning vazifamiz o'zimizning nimalarga erishishimiz kerakligini tafsiliy o'ylashimiz kerak. Siz o'zingizning nimaga muhtoj ekanligingizni inchilik bilan o'ylashingiz lozim. Shundoq bo'lganda butun olamga bir qonuniyat, ya'ni tortish kuchi qonuniyatini qo'zg'ata olasiz. Shu vaqt siz o'zingiz o'ylagandek odam bo'la olasiz va o'zingiz davomli o'ylagan ishlaringizni real turmushingizga jalb qila olasiz. Faqat bu yeringizda uni ko'rgandilar, ondan bu yeringizda uning erisha olasiz. Bu asosni biz nihoyat ixcham bo'lgan bir jumla so'z bilan, ya'ni niyat qilgan ish bo'ludi deb yig'inchoqlaymiz. Ko'p sonli kishilar ideyamizning turaqli qiymati borligini bilmaydi. O'y fikrimizning turaqli qiymati bo'ladi. O'y fikrimizni bo'lsa o'lchigili bo'ladi. Agar siz davomli bir xil ishni o'ylayversangiz, masalan, siz ko'nglingizga erishmoqchi bo'lgan yangi mashina, erishgan pulingiz, qurgan shirkat va samimiy hamrohingiz qatorliqlar, siz faqat shu vaqtdagi ahvolni o'ylang, unda davomli shu xil turaqli qiymatni tarqata olasiz. Ideya yangi bo'lgan uchurni taqitadi. Ondan o'xshash bo'lgan ishlarni amaliy turmushingizga jalb qilib kiradi. O'zingizni bayoshatlik ichida o'ylang. Shunda qilgandala boylikni turmushingizga tortib kela olasiz. Bu xil usulni mayli kim, mayli qaysi vaqt qo'llansin, u har vaqt o'z rolini joriy qildiradi. Lekin nurg'un kishilar o'z o'ylashni xohlamaydigan narsalarni o'ylaydi. Oxirda yana nemish turmushda bunday ko'ngilsiz ishlarning ko'plab yuz berganlik to'g'risida boshqa turadi. Tortish kuchi qonuniyati kayfiyatingizning yaxshi yoki yomon bo'lishi bilan va yoki siz oladigan yoki olmaydigan narsangiz bilan kori yo'q. O faqat sizning fikringizga inkas qaytaradi. Agar siz diqqatingizni davomli bir dava qarz ustiga yig'ib olsangiz, undaqda sizning kayfiyatingiz intayin nacharlashadi. Bu bo'lsa sizning tortish kuchiga taqatgan uchuringizdan iborat. Mening kayfiyatim intayin nachar, chunki men bir talay qarzga bo'g'ilib qoldim deb o'ylasangiz, turmushingizning har bir qatlamlarida qarzning bog'liqini his qilasiz. Bu xil ahvolda qarzingiz bag'asir ko'paydi. Tortish kuchi qonuniyati haqiqatan sizning fikringizga bo'ysunadi. Siz o'zingizning nimalarga muhtoj ekanligingizni o'ylagandan keyin diqqatingizni cho'qim shu narsalarga qo'yishingiz lozim. Tortish kuchi qonuniyati har qatim o'ylaganlaringizni sizga yaratib beradi. Hargiz xatolashmaydi. Agar siz diqqatingizni erishgingiz bo'lmagan narsalarga qo'ygan bo'lsangiz, masalan, siz mening kechikkim yo'q deb o'ylagan vaqtingizda olam sizni chaqirdi. Ya'ni siz bu ishning yuz berishini xohlamasangizmi, tortish kuchi qonuniyati buni bilmaydi. Shunga kechkish degan bu ish turmushingizda uzilmay shakllandi. Chunki tortish kuchi qonuniyati qaysi ishning siz xohlaydigan ish, qaysi ishning siz xohlamaydigan ish ekanligini bilmaydi. U faqat sizning ko'nglingizda shakllangan o'y xayolingizdan iborat. Tortish kuchi qonuniyati o'zliksiz davomlashmoqda. Mayli siz uning ishining yoki ishonmang, uni tushuning yoki tushunmang, u davomli o'zliksiz holda davomlashmoqda. O'y fikringiz qancha mustahkam bo'lsa, kuch-qudratimi shuncha cho'ng bo'ladi. Mayli qanday vaqt fikr yurgizing, mayli siz o'tmishni yoki kelgusini o'ylang, u har vaqt o'z rolini joriy qildirdi. Siz to'xtatishni yoki to'xtash buyrug'ini bermasangizmi, u mangulik holda o'z rolini joriy qildiraverdi. Yaratilish davomlashmoqda. Har qatimda bir odamda bir xil o'y fikr shakllanganda yoki bir xil g'ayri xiyol paydo bo'lganda, u xil qonuniyat yaratilish jarayoniga qadam bosadi va bu o'y fikrlar turmushimizda paydo bo'ladi. Tortish kuchi qonuniyati siz erishmoqchi bo'lgan narsalarni beradi. Agar siz davomli nachar ishlarni qalbingizga keltirib olsangiz, unda nurg'unga yaxshi bo'lmagan ishlarni atrofingizga tortib kelasiz. Oh, nima degan tamsiz? Oy! Hey! Mening Robert ismli bir o'quvchim bor bo'lib, u bir hamjinis. U mening bir qatimliq to'rdagi darsimga qatnashgandan keyin menga avatgan bir parcha elektronlik pochta yo'llanmasida turmushida yuz bergan ishlarni yozibdi. Xizmatida bo'lsa, hamma odamlar birlashib uni bo'zaq qiladi ekan. Ko'pchilikning uningga bo'lgan muomalasi intayin nachar bo'lib, o'zida ig'ir besimiz qiladi ekan. Hatto ko'chada mansimi ham jinsliqlarga o'shlarning qarshiligiga uchraydi ekan. Uning programma riyosatchisi bo'lish orzusi bo'lib, har qatim sahnaga chiqqan vaqtda ko'pchilikning zarbasiga uchraydi ekan. Uning hayoti echinishlik ishlarga to'lgan bo'lib, butun ideyasi o'zining hamjinslik ekanligining sababidan bo'zak bo'lyapman degan qaynamliqqa to'lgan ekan. Men uningga o'g'itishga boshlaganimda
o'zi nuqtani barliq yuz berishga xohlamaydigan ishlarga qo'yib oladi. Men elektronlik pochta yo'llanmani avatib, onunğa xetini qaytib ko'rib beqishini, hatto o'zini yoqtirmaydigan ishlarni qancha qatim ta'kidlaganligini aytdi. Men sizning o ishlarga bo'lgan inkosingizning intayin kaskin ekanligini ko'rib olayman. Siz bu kaskin kayfiyatingiz bilan ma'lum bir ish qilganingizda siz faqat shu ishning yuz berishini tezlatasiz. Navbatda o diqqatini o'zi qilishni xohlaydigan ishlarga yig'di. O haqiqatan tirishmoqda. Keyingi 6 haftadan 8 hafta ichida uningda mo'jiza yuz berdi. Burun uni bo'za qiladigan xizmatdoshlarining bir qismlari boshqa bo'lim yoki boshqa shirkatlarga yo'tkilib ketgan bo'lib, qolganlari uni avor qilmaydigan bo'ldi. O o'z xizmatini yaxshi ko'rishga boshladi. Keyin ko'chada manganda atrofdagilarning o'zini kirib avor qilmaganligini, hatto sahnaga chiqqan vaqtda ko'pchilikning o'rnidan turib chavoq chaqaligini ko'rdi. Endi uning turmushida cho'ng o'zgarish yuz berdi. Chunki u o'zini o'zgartmoqda. U endi ko'ngilsiz ishlarni o'ylamasdan diqqatini o'z yoqtiradigan ishlarga yig'adigan bo'ldi. Agar biz nuqtai nazarimizni aktiv yaxshi bo'lgan ishlarni qaratmamizda, biz mas'uliyatchan odam yaxshi bo'lgan sharoit va narsalarni o'zimizga jalb qila olamiz. Biz davomli xafa bo'lib yuraversak, undaqda xopchilik va nachar muhitni o'zimizga jalb qila olamiz. Sizning kallangizdagi o'y fikrning hammasi oxirida turmushingizga jalb qilinadi. Mayli bu o'y fikrni siz his qiling yoki tushanchangizni yoshirib qo'ying, bularning hammasi muhim. Bizning turmushimizda bu maxfiyatlik fikrimiz va irodamizning kuchiga tayinib hamma yerda tarqaladi. Endi biz faqat ko'zimizni ochsaqla uni ko'ra olamiz. Siz tatish kuchi qonuniyatini hamma yerda mavjudlikdan bila olasiz. Siz barliq mavjudotlarni so'yganlikdan o'zingizga jalb qila olasiz. Mayli atrofingizdagi odam bo'lsin yoki sizning xizmatingiz, turmush muhitingiz, sog'lomlik ahvolingiz, boyligingiz yoki qarzingiz, xushalligingiz, siz haydagan mashinangiz va sizning kishilik munosabatingiz bo'lsin. Bularning hammasi siz tarafingizdan jalb qilinib kelgan. Siz xuddi bir parcha magnitga o'xshaysiz. Siz nimani o'ylasangiz shuni tartib qila olasiz. Sizning hayotingiz kallangizdagi o'y fikringizning moddiy mahsuloti. Men tunishtirgan bu hukm bir taraflamalik oddiy hukm va yoki xiyolparastlik emas. Bu hukm chunqur tushuncha va ilmiy asosga ega. Kvant fizika ilmi bu jihatga bayqashqa allaqachon ko'rsatma bergan. O'y fikr bo'lmagan yerda olimni yoritish mumkin emas. Amaliyotda idimiz biz uchrashgan barliq narsalarga bog'langan. Siz tushunmagan taqdirdami uni hargiz tashlab qo'ymang. Siz balkim elektr ilmini tushunmasligingiz mumkin. Rost gapni aytgan chaqda kim yana bu elektr ilmi haqida bilib yetsin. Ammo siz uning qanday foydasi borligini bilmaysiz. Siz tokning qanday aylanadiganligini bilamsiz. Men qanday aylanadiganligini bilmayman. Ammo biz tok o'choqda tomoq etib yeymiz. Agar diqqat qilmasak, tok so'qitadiganligini bilamiz. Odatda kishilar bu maxfiyatlikni bilgandan keyin o'z kallasida shakllangan nachar bo'lgan xiyollarning amalga eshishidan ansiraydi. Ko'pchilik bilishga tegishli ikki ish bor. Birinchisi, fan texnika sohasi asli altida analiz qilishning unumi qarshisidan chiqib analiz qilishning unumidan necha yuzasi yaxshi ekanligini isbotlab berdi. Shunga ko'pchilik amaliyotda unchalar ansirab ketmoqlar. Ikkinchisi, buning orasida vaqt farqi mavjud. Ya'ni demakchi bo'lganim, sizning o'ylaganlaringiz darhol amaliyotga o'zgarmaydi. Agar bunday bo'lsa, rostila avorchilik bo'ladi. Vaqt farqining mavjud bo'lganining foydasi bor. Siz bu araliqda qaytadan o'ylaysiz va tahlil qilasiz. Undan keyin qaytadan yangi tanlash eppasangiz bo'ladi. Siz o'zingizning o'y fikringizni bilishingiz, undan keyin o'y fikringizni puxta tanishingiz lozim. Bu jarayonda xo'shal bo'lasiz. Chunki siz o'z taqdiringizning so'qqichisi. Siz shu hayotingizni yaratasiz. Sizning mahsulotingiz dal o'zingiz. O'z o'y fikringiz orqali bu nishonga yeting. Tarixda bu maxfiyatlikni bildiganlar butunlay donglik mashhur shaxslar. Ular o'z muqimligi va huquqini saqlab qolish uchun bu maxfiyatlikni hech kimga oshkorlamadi. Atrofimizga ko'p sondagi kishilar sirtlarda ishlaydi, ishdan tushib uyga qaytadi yoki oddiy turmush kechiradi.
Chunki bu maxfiyatlikni oz sondagi kishilar biladi. Biz turayotgan bu olamda har xil qoida qonuniyatlarning bo'lishi tortish kuchining qonuniyatidir. Agar siz binodan tushib ketganingizda, mayli siz yaxshi yoki eski bo'lishingizdan qat'iy nazar, siz hamon yerga tushib ketasiz. Hozir sizning hayotingizga barliq narsalar va yoqtirmaydigan ishlarning yuz berishini o'zingiz keltirib chiqargan. Bilaman. Yuqorida so'zlab o'tgan bu so'zlarni balkim siz yoqtirib anglamasligingiz mumkin. Yoki siz darhol menga mening mashina hodisiga uchurg'im yo'q, u xaridorni ko'rgim yo'q va yoki qarz bo'g'im yo'q deyishingiz mumkin. Butunlay yuz bergan bu ovarchiliklarni mening tartib kelganim yo'q. Shunga men sizga yuvoshlik bilan aytsam, bu ovarchiliklarning hammasini o'zingiz keltirib chiqargan. Bu sizga nisbatan tushunish tasirrak bo'lgan uqum. Lekin siz cho'qim qabul qilgandila, ondan hayotingizni butunlay o'zgartira olasiz. Bu maxfiyatlikning eng muhim bo'lgan bir qismi. Ko'p sondagi kishilar o'zida bor bo'lgan tortish kuchini inkor qiladi. Uningga nisbatan kontrolligi yo'q deb qaraydi. Amaliyotda bizning kayfiyatimiz va o'y fikrimizning mustaqilligi bo'ladi. Shunga barliq narsalar tabiiylik keladi. Siz bu so'zni tunji qaytib anglagan bo'lsangiz, men o'z fikrimni nazorat qilishim kerak deyishingiz mumkin. Lekin bunday qilishingiz bek ovarchilik. Dastlab shunday qilishingiz mumkin. Ammo bu xo'shallikning boshlanishi xolos. Biz o'zimizning barliq o'y fikrlarimizni nazorat qilib bo'lishimiz mumkin emas. Tadqiqotchilarning aytishicha, bizning bir kundagi o'y fikrimiz 60 ming xil bo'ladi ekan. Bir vaqtda bu 60 ming xil o'y fikrni nazorat qilib oladiganligimizni tasavvur qilib olmayman. Biroq bizda nihoyat oddiy bo'lgan yaxshi tadbir bor. Bu tadbir bo'lsa, hissiy sezim. Sezimimiz bizga nima qiladiganligimizni deb beradi. O'y fikringiz sizning sezimingizga ta'sir qiladi. Kayfiyat bizni tug'ilishimizda bor bo'lgan iqtidor. U bizga nimalarni jalb qila oladiganligimizni bildiradi. Siz o'zingizdagi his tuyg'uni o'ylab ko'ring. Sizda yaxshi sezim va nachar sezim bo'lishi mumkin. Bunisi sizga aniq. Ikkisining o'xshamaydigan tarafi shuki, birisi sizning xushal kayfiyatingiz, yana birisi sizning nachar kayfiyatingiz. Siz balkim kayfiyatingizda intayin tushkunlik va norozilik his qilishingiz mumkin. Bu xil hissiy sezim sizning aktivlik bilan olg'a kelishingizga to'sqinlik qiladi. Bularning hammasi sizdagi nachar kayfiyatdan iborat. O'xshamagan nuqtadan elib o'tganda, uni nachar bo'lgan chastota yoki yomon xarakterdagi energiyalik to'lqin deb atsak ham bo'ladi. Mayli siz uni qanday atsangiz bo'laveradi. Uning aksicha bo'lgani yaxshi kayfiyat, yaxshi his tuyg'u. Siz bu xil his tuyg'uga kelganda ondan bilalaysiz. Chunki u sizga xushallik, hayajonlik, minnatdorlik, muhabbat tuyg'usini bag'ishlaydi. Tasavvur qilib ko'ring. Agar sizda kunda shunday yaxshi tuyg'u bo'lsa, nima degan yaxshi? Faqat kunda bir xil tuyg'u ichida yashagandilar, siz davomli holda yaxshi tuyg'u va xushallik hishlarini o'zingizga jalb qila olasiz. Bu asosning nihoyat oddiy va aniq javobi bo'lsa, men hozir nimani jalb qilyapman? Menda qanday sezim bor? Mendagi sezim intayin yaxshi. Bizning kayfiyatimiz bizga qaytarilgan yaxshi inkas. U bizga o'z ahvolimizning yaxshi yoki yomon bo'lishi, o'z nishonimizdan chetdan ketgan yoki ketmaganligimizni bildirib turadi. Sizning kayfiyatingiz yaxshi bo'lsa, unda siz o'zingiz o'ylaganingizda kishilik turmush hayotingizni barliq keltirayotgan bo'lasiz. Agar sizning kayfiyatingiz nachar bo'lsa, o'zingiz o'ylagan turmushingizning aksini yaratgan bo'lasiz. Kunlaringiz kunlab o'tmoqda. Tortish kuchi qonuniyati har vaqt o'z rolini joriy qildirmoqda. Bizning har bir maqsad niyatimiz va kayfiyatimiz kelgusi turmushimizni barliqqa keltirdi. Agar turmushingiz ansirash va qo'rqinish ichida bo'lsa, unda siz texmi ko'p bo'lgan ansirash va qo'rqinishni turmushingizga jalb qilasiz. Sizning o'yingiz va tuyg'ungiz kelgusingizni yaratmoqda. Turmushingiz, erishganlaringiz sizning his qilganlaringizning yig'indisi bo'lib, tafakkur qilganligingizdan emas. Bu bo'lsa, nima uchun kishilarning attiganda o'rnidan turib, putining barmoqini karvatga urvagan chig'ida kayfiyati nacharlashib ketganligining sababi. Hatto butun bir kun ishlarimi o'ngishliq bo'lmaydi. Ular o'zini ozroq tanishib, kayfiyatni o'zgartirishni his qilib yetamigan. Bu bir kun sizning butun hayotingizni o'zgartiradigan kun. Agar sizda yaxshi bir boshlanish bo'lsa, undaqda sizda yaxshi bo'lgan kayfiyat shakllandi. Siz faqat har qanday ishlar orqali kayfiyatingizga ta'sir yetkazmasangizlar, tortish kuchi qonuniyatiga asoslanib, davomli holda yaxshi odam, yaxshi ishlarni o'zingizga jalb qila olasiz va u orqali yaxshi kayfiyatni davomlashtira olasiz. Xushal kunlar, ko'ngilsiz kunlarning kelishi, boylarning boy, namratlarning namrat bo'lishi, bularning hammasi sizda uzundan buyon qanday kayfiyatning davomlashib kelganida. Hozirdan boshlab o'zingizning sezimini saqlamlashtiring. Balkim sizning tuyg'ularingiz intayin mo'l bo'lishi mumkin. Siz muhabbatga to'lishingiz mumkin. Mayli bu xil hissiyot amaliy turmushingizda bo'lsin yoki bo'lmasin, olam sizning ichki hissiyotingizga javob qaytaradi va amalga oshiradi. Chunki sizda bu xil hissiyot bor. Sizning o'y fikringiz va tuyg'ungiz kishilik hayotingizni barpo qiladi. Bu azaldan davomlashib kelmoqda.
men sizga kapolat beraman. Siz diqqatingizni qaysi xil o'y fikr va hissiyotga chiqqan sari turmushingizga shuni tortib kelasiz. Mayli u sizning umid qilganlaringiz bo'lishidan qat'iy nazar. Buni balkim qabul qilishingiz bekdas. Siz faqat ko'ngil ko'ksingizni keng qilib, bu xil ko'z qarashni tushungandila, ondan turmushingizda cho'ng o'zgarish yuz beradi. Mayli sizning ideyangiz hozirgi turmushingizga qanchalik ko'p ta'sir qilsin, hozirgi ahvolingizning hammasini sezimingizning yetkilishiga tayanib o'zgartira olasiz. Siz hayot musofangizda o'zingizga mansub bo'lgan taqdirni barpo qila olasiz. To'yg'ingiz go'zal bo'lishi mumkin. Chunki bu xil tuyg'u olamga tarqatgan signalga o'xshaydi. Ondan turmushingizga texmi go'zal bo'lgan tuyg'ularni tortib kira olasiz. Shunga o'zingizni qancha yaxshi his qilsangiz, texmi ko'p bo'lgan ishlarni jalb qilish orqali o'zingizni hayajon holatda his qila olasiz. Kayfiyatingiz nachar vaqtda bir ish qilib, o'zingizni tangshang. Masalan, yaxshi musiqa qo'yib anglang. U sizning kayfiyatingizni tangshaydi. Yoki bo'lmasa, yaxshi ishlarni o'ylang. O'moq bolangiz yoki so'yguningizni o'ylang. Bu xil kayfiyatingizni davomlashtiring. Diqqatingizni yaxshi bo'lgan ishlarga yig'ing. U holda kayfiyatingiz yaxshi tarafga qarab o'zgaradi. Siz bu prinsipingizni ermak hayvonlaringizga ishlasangizmi bo'ladi. Men buning eng yaxshi ekanligiga ishonaman. Chunki ermak hayvonlaringizmi sizning kayfiyatingizni yaxshilaydi. Sizning ko'nglingizda ermak hayvonlarga to'lib tashgan mehr-muhabbat bo'lgandila, bu xil tuyg'u orqali turmushingizga texnik ko'p yaxshi ishlarni tortib kela olasiz. Bu nima degan yaxshi sovg'at? Siz o'z tushanchangiz va o'y fikringizni kontrol qilishni tushungandila, kelgusi hayotingizni qanday yaratalaydiganligingizni bilasiz. Chunki erkinlik va kuch-quvvatning hammasi buningdan keladi. Shu vaqtda siz o'z hayotingizning yaratquchisi ekanligingizni bilasiz. Siz buni bilgan vaqtingizda bu tortish kuch qonuniyatining qanday ishlanadiganligini tushunib yetasiz. Bu chaqda siz tasavvur qilg'usiz kishilik hayotga ega bo'lasiz. Men bu maxfiyatlikni bilgandan tok ishlatganga qadar menda tasavvur qilg'isiz o'zgarish yuz berdi. Men yashayotgan bu cho'ng oila, men uzundan bo'yin orzu qilib kelayotgan sharoit. Men yana 4 million 500 ming dollarlik dojil turyapman. Men ko'nglimdagi bu qizni olgandan keyin biz dunyoning har qaysi joylarini sayohat qildik. Men to'xtamasdan yiroqlarga tavakkul qilaman. Hayotimda bunday sarguzashtlarning bo'lishi, turmushimda bu maxfiyatlikni qanday ishlatishni bilganligimda. Faqat siz bu maxfiyatlikni ishlatishni bilgandila, turmushingizni butunlay o'zgartira olasiz. Bu albatta yuz berishga tegishli bir ish. Bu maxfiyatlikni qanday ishlatamiz? Nurg'unlagan odamlar mendan yoritish jarayonida o'zlarining nima qilish kerakligini so'raydi. Olamda nimalarni qilish kerak? Biz avval buni ko'rib boqaylik. Men bir masalani aytsam, siz balkim Aloviddin va uning sehrli chirq degan hikoyani anlagan bo'lishingiz mumkin. Aloviddin bir sehrli chiroq tepib oladi. U chiroqning ustidagi to'plarni etish maqsadida chiroqni surtdi. Chiroqdan bir maloyika chiqdi. Maloyika har qatim paydo bo'lganida faqat bir xil gap qiladi. Sizning orzuyingizni o'rindash menga tushirilgan buyruq. Asli bu hikoyaning maqsadi bizga faqat 3 qatimliq orzuni amalga oshirish fursati borligini aytish. Biroq biz hikoyaning beshiga qaytib kelsak, amaliyotda uning cheki yo'q. Bu hikoyani obdan o'ylab ko'ring. Ondan uni turmushingizga ishlating. Esingizda bo'lsin, Aloviddin davomli o'zi erishmoqchi bo'lgan narsani o'ylamoqda. Keyin olam paydo bo'ldi. Bu, ya'ni heriq chiroq maloikasi. Ilgari kishilar uni har xil ismlar bilan atagan. Uni saqlab avatish farishasi deb atsimi yoki boshqa ism bilan atsimi bo'ladi. Amaliyotda siz uning qistirma qog'oz chaplab o'zingiz yoqtiradigan ism qo'ysangizlar bo'ladi. Dunyoning har qaysi joylaridagi madaniyatlarda insondan ulug' bo'lgan mavjudotlar bor. U menga har qatim sizning orzuyingizni o'rindash menga tushirilgan buyruq. Bu yaratish jarayoni 3 bosqichlik bo'lib, buningga 2000 yil bo'ldi. Birinchi bosqich shart qo'yish. Olamga qarta signal berib, sizning nimaga ehtiyojli ekanligingizni tushuntirish. Shunda qilganda olamda sizning o'y fikringizga qarta inkas bo'ladi. Sizning zodi nimaga erishkingiz bor? O'ltirib buni bir varaq qog'ozga hozirgi shaklda yozing. Siz boshlanishni men intayin xushal va intayin minnatdor deb boshlang. Yana at sizning qanday turmushga erishkingiz borligini har bir talabingizni yozib qoldiring. Bu intayin qiziqarli bir jarayon. Ya'ni olamni mol tizimligining mundaris qilib olgandek. Avval ko'rib, ondan tanlash. Meni buni beshimda o'tkazgim bor.
Men buni olaman. Men bu xildagi odam bilan yashayman. Degandek siz dal olamga zakaz bergan odam. Amaliyoti bu jarayon to'limi oson. Ikkinchi jarayon e'tiqod. Siz uning borligiga ishoning. Qat'iy o'zgarmas bir e'tiqodingiz bo'lsin. Bu mening aytganim. Shuningga ishoningki, amalga oshmagan ishlarga ishoning. Bu mening aytganlarim. Sizning orzuyingizni o'rindash menga tushirilgan buyruq. Shu sabablik olamda normal oylanish boshlanadi va sizning orzuyingiz bo'yicha bo'ladi. Ko'p sondagi kishilar o'zini intildigan ishlardan to'saydi. Chunki siz uning hayotingizda qanday amalga oshirganligini bilasiz. Siz faqat ozroq tahlil qilib ko'rsingizlar kifoya. Barliq natija qozongan kishilar dastlabda o'z orzuyini qanday amalga oshirganligini bilmaydi. Ular faqat o'zini qilishi kerakligini biladi. Siz uning qanday yuz berdiganligini bilmasingizmi bo'ladi va olamning uni qanday o'rlashtirishi va yurishtirishni bilmasingizmi bo'ladi. Siz uni qaysi xil usul ekanligini bilmaysiz, ammo muvaffaqiyat qozonishga tutashgan bu yo'lni o'z turmushingizga jalb qila olasiz. Nurg'un vaqtlarda o'zimiz talab qilgan ishlar yuz bermaganda biz intayin umidsizlanamiz. Hattoki gumon qilishga boshlaymiz. Bu xil gumon qilish kishining ko'nglini sovutib qo'ydi. Siz bu xil sezimni qabul qiling. Mukammal iroda bilan uning o'rnini egallang. Men bilaman. U tezla amalga oshadi. 3-bosqich bu jarayondagi eng oxirgi bir qadam. U bo'lsa qabul qilish. Dastlabki sezim intayin yaxshi bo'ladi. Yaxshi o'ylab beqing. Agar siz o'ylagan ishlar baldur yuz bergan bo'lsa, unda siz qaysi xil hissiyotda? Bu jarayonda xushallikni his qilish eng muhim. Chunki siz o'z sezimingizni yaxshi deb bilgan vaqtingizda o'zingiz va siz erishmoqchi bo'lgan ishlarni bir turaqliqda qo'yib olasiz. Bu bir hissiyotga to'lgan holat. Agar siz o'z idrokingizda bir ishlarga ishongan bo'lsangiz, buning orqasida uningga mos holda sezim bo'lmaydi. Unda sizda to'lib toshgan kuch-quvvatmi bo'lmaydi va siz o'ylagan ishlarni amalga oshira olmaysiz. Chunki siz avval uni his qilishga muhtoj. Siz o'ylaganingizda amalga oshirganingizda, u holda siz texmi ko'p bo'lgan go'zal orzularingizni amalga oshira olasiz. Do'stlarim, buning o'zi barliq keltirishning jarayoni. Tartish kuch qonuniyatiga bo'lgan tadqiqotingiz va ishlatishingiz sizning nima orqali o'z orzuyingizni amalga oshirganligini bilishingizga yordam qiladi. Masalan, mashinada paqish, uyni ekskursiya qilish, ishqilib bu xil sezim orqali siz qila oladigan barliq ishlarni qilib ko'rsangiz bo'ladi. Mayli siz nima ish qiling, faqat qilib ko'rgandala bu ishlarni o'zingizga jalb qilishingizga yordam bo'ladi. Balkim u ishlar kunlarning birida o'rningizdan turib ko'zingizni ochishingizga, turmushingizda yuz berishi mumkin. Balkim siz alohida sezimingizga tayinib erishmoqchi bo'lganlaringizga erishishingiz mumkin. Lekin siz hargiz men shunday qilsam bo'lmaydi, ammo xushim yo'q demasligingiz lozim. Chunki bu xil ideya sizni asosiy yo'nalishdan chiqarib qo'ydi. Ba'zida sizmi tadbir qo'llaning. Faqat sizning qilgan ishingiz olamning orzuyingizni amalga oshirgan yo'nalishi bilan birdek bo'lsa, o'zingizni intayin xushal, tetik qilasiz va vaqtning qanday o'tganligini bilmaysiz. Olam tez harakat qilishni yoqtiradi. So'ranmalik qilmang, gumonlanmang. Yana fursatning kelgan vaqtida, ichki sezimingizning sizni ishtirok etgan vaqtida siz cho'qim harakatlanishingiz kerak. Bu bo'lsa sizning vazifangiz. Va birdan bir qilishga tegishli ishingiz. O'zingiz orzu qilgan barliq ishlarni o'zingizga torta olasiz. Agar siz pulga erishmoqchi bo'lsangiz, u holda pulga erisha olasiz. Odamga muhtoj bo'lsangiz, shu odam turmushingizda paydo bo'ladi. Agar siz qaysi bir kitobga erishmoqchi bo'lsangiz, siz uni ko'ra olasiz. Ammo shuning diqqat qilishingiz kerakki, siz tarafdan jalb qilingan shaylarning hammasi sizning kallangizda o'ylagan barliq ko'rinishlardan iborat. Siz shu shaylarning jalb qilishiga uchraysiz, ularni sizning jalb qilishingizga uchraydi. Barliq shaylar siz orqali amalga oshadi. Siz o'zingizni hech nima yo'q holingizdan boshlang. Ya'ni cho'l jazirada ketib qolganingizda yo'l tabiiy holda shakllanadi. O'ylab ko'ring, bir mashina yarim kechada yurish qilyapti. Mashinaning oldidagi cho'nchiroq ko'p bo'lsa oldidagi 1-200 metr yiroqlikka oliqni ko'ra oladi. Nyu-Yorkka qarab yo'l olgan bu timtas qorong'ulik ichida faqat oldidagi 200 chaqirim orliqni ko'ra olsangiz kifoya. Hayotimiz shu xil shaklda shakllangan. Biz faqat oldimizga 200 metr orliqni ko'ra oladiganimizga ishonsakla, yo'limizmi uzluksiz davomlashadi. Hayotimiz shunday davomlashmoqda. Oxirida u sizni o'z nishoningizga elib boradi va ko'nglingizda bormoqchi bo'lgan nishoningizga yetkazadi. Chunki siz uni davomli o'ylaysiz.
ishonchga to'lgan tunji qadamingizni eling. Siz oldingizga tunji palampaga qaramasdan faqat tunji qadamingizni osongizlik kifoya. Ko'pchilik bu jarayonda qanchalik vaqt sarf qilamiz deb ansiraydi. Bu qanchalik uzoqda paydo bo'ladi? Yangi mashina, yaxshi bo'lgan kishilik munosabat, boylik, barliq biz erishmoqchi bo'lgan narsalarimiz. Meningcha men sizga aniq javob beramayman. Javob shuki, bu ish uchun 30 minut, 3 kun yoki 30 kun ketish mumkin. Bu masala amaliyotda olam bilan sizning orangizda birlikning bor yo'qligi bilan bog'lanishliq. O'lchamning cho'ng kichikligi olamga nisbatan hech qancha gap emas. Olam uchun aytganda, mayli fan texnik tarafidan uning qanchalik cho'ng yoki kichik bo'lishidan qat'iy nazar, tortish kuchi faqat bir xil bo'ladi. Olamda har qanday bir ish osonla o'rindaladi. Dal-daraxtning tabiiy o'sishi uchun hech qancha kuch ketmaydi. Barpo qilinish ana shunday bo'liq. Buning hammasi sizning bu niyatingiz bilan munosabatlik. Bu bizdagi har bir odamning tushunchasi bilan bog'lanishliq. Bularning hammasi o'zimizning cheklamasida. Amaliyotda olamning cheklamasini bilmaymiz. Sizda faqat bo'lishga tegishli shu narsaning sezimi bo'lsa bo'ladi. Ondan olamda ba'zi odamlar erishgan kichik narsalarga mo inkas qaytarildi. Shung avval kichik ishlardan boshlang. Masalan, bir stakan qahva ichishdan. Siz yana men ichmoqchi bo'lgan shu qahvani o'zingizning butun bir kunlik nishoni qilib oling. Ko'nglingizda ko'rishmaganingizga uzun bo'lgan bir do'stingizning siz bilan uchrashgan ko'rinishini o'ylang. Birisi siz bilan biror odamning gapini qilishgandan keyin sizga u odamdan telefon yoki xat kelganligini bilasiz. Ko'pchilik ko'pincha holda meni mashina to'xtatish o'rnini asala topalaydi deb biladi. Men bu maxfiyatlikni bilgandan keyin mashina to'xtatish o'rnini izlash menga to'salg'i bo'lib boqmadi. Men ko'pincha holda kallamga quruq bo'lgan mashina to'xtatish o'rnini keltirib olaman. Onun ichida 9 quruq bo'lgan mashina to'xtatish o'rni meni saqlamoqda. Men mashinani udalayda to'xtatsam bo'ladi. Faqat 5%lik imkoniyatla 1-2 minut saqlab qolaman. Ya'ni boshqalar mashina haydab chiqishi bilanla men mashinani haydab kiraman. Shunlashqa men uchun mashina haydash bek oson. Önümlük jarayon. Önümlük jarayon. Nurg'ungan odamlar o'zida besim va cheklimining borligini his qiladi. Mening sizlarga demoqchi bo'lganim, mayli siz qanday ahvol ostida bo'ling, bu faqat sizning hozirgi ahvolingizdan iborat. Faqat siz bu programmani ko'rgan bo'lsangizlar, bu ahvolingizni o'zgartira olishingiz mumkin. Siz bu maxfiyatlikni ishlatgandala o'z turmushingizni o'zgartira olasiz. Agar siz o'z ahvolingizni o'zgartmoqchi bo'lsangiz, avval siz o'zingizga o'y fikrini o'zgarting. Har qatim xat sandig'ini ochganingizda butunlay hisobot talonni qabul qilgandek his qilishingiz mumkin. Natijada uning rostilla sandiqning ichida turganligini ko'rasiz. Siz kunda xat sandig'ini ochgan vaqtingizda intayin ansiraysiz. Doim yomon ish yuz bergandek his qilasiz. Ko'nglingizda qarzni o'ylaysiz. Agar uzun mezgil qarzni o'ylasangiz, qarz ko'z oldingizda paydo bo'ladi. Bo'lmasa buni o'zingizga benormallik his qilasiz. Bunda qilsangiz, sizning o'ylaganlaringizning hammasi rostga aylandi. Bugun sizning hisobot taloningiz bormi? Rostilla bor. Nima uchun? Chunki sizning hisobot kartangizni ko'yingiz bor. Undaqda u paydo bo'ladi. Tortish kuchi qonuniyati cho'qim sizning o'ylagan ishlaringizni yuz beradi. O'zingizga bir yordam qiling, hamda pul chekin o'ylashga boshlang. Ko'p sondagi kishilar o'zidagi bor bo'lgan ahvolni ko'rib, men hozir mushundaq bo'lib qoldim deydi. Bu ularning xatolashqini. Amaliyotda bu ulardagi bo'lishga tegishli o'tmishdagi ahvol. Shunga siz o'zingizning hozirgi ahvolni ko'ring. Masalan, bankada ko'pligan pul yo'q. Hissiyot turmushim ko'ngildagidek emas va yoki badanim deganda qavul emas deganda qatorliqlar. Bularning hammasi sizning hozirgi ahvolingiz emas. U faqat sizning o'tmishdagi o'y fikringizdan shakllangan oqibat. Shunga biz nurg'un kishilar o'tmishdagi ko'z qarash va harakatning taraqqiyot natijasi ichida yashayapmiz. Agar siz hozirgi turmush ahvoli bilan o'zingizni belgilasangiz, siz nihoyat osonla kelgusi turmushingizning hozirgi turmushingiz bilan hech qanday farq yo'qligiga ishonasiz. Bizning hozirgi turmush ahvolimiz bizning bundan burun davomlashayotgan o'y fikrimizning yig'indisi. Siz hozir nima qilish orqali o'z hayotingizni o'zgartisiz? Men sizga bir qancha xil usul so'zlab o'tay. Siz avval bir varaq qog'ozga tashakkurnoma jadval tuzing. Avval mushiyadan boshlang. Mushunda qilganda siz energiyangizni boshqalarga yetkalaysiz va fikringizni o'zgartiraysiz. Chunki bundan burun siz davomli o'zingizda yo'q bo'lgan narsalarni o'ylashingiz mumkin. Siz dehqoningizni o'sh bo'lgan narsaga va hal qilish tez bo'lgan ishlarga yiqqan bo'lishingiz mumkin. Siz bu mashqni boshlagan vaqtingizda yangi bir yo'nalishga qadam qo'ygan bo'lasiz. Dastlabda hayotingizga go'zal bo'lgan ishlarga rahmat nazarda bo'lasiz. Minnatdorlik turmushingizga nurg'unlagan foydalarni olib keladi. Erlarning hammasi biladi. Ayollar qadrlashni va rahmat aytishni bilsa, unda siz qanday qilasiz? Bu bo'lsa minnatdorlikning kuchi. U siz rahmat aytishga tegishli odam va ishlarni atrofingizga tortib keladi. Meni doim ta'kidlaydiganim, bizning erishganimiz, bizning o'ylaganlarimiz va minnatdor bo'lgan shaylarimizdan keladi. Chunki u sizda cho'qim bo'lishga tegishli siz. Bu menga nisbatan eng unumli mashq. Mening har kuni o'rnimdan turib deydiganim rahmat. Kunda deganda putimning yaga tegishi bilan deydiganim yana rahmat. Ondan men bir tarafdan chimni cho'tqilgan rahmat aytishga tegishli ishlarni o'ylayman. Men buni hargiz xizmat ishini o'ylagandek o'ylabla bo'ldi qilib etmayman. Men minnatdorlik so'zini qilib qolmasdan, yana menda minnatdorlik bildiradigan cho'nqur kayfiyatmi bor.
siz turmushga bo'lgan qarashingizni o'zgartganla texnik ko'p go'zal bo'lgan shaylarni jalb qila olasiz. Shuningdan turmushingizda texnik ko'p rahmat etishga arziydigan ishlar va odamlar paydo bo'ladi. Chunki siz to'rt atrofingizga qarab, bu men erishmoqchi bo'lgan uy yoki mashina emas, yoki mening tenim sog'lom emas, bu men olmoqchi bo'lgan xotni emas deyishingiz mumkin. To'xtatib orqaga qaytaring. Bularning hammasi siz erishmoqchi bo'lganingiz emas. Diqqatingizda sizda bo'lgan va minnatdor bo'lishga tegishli ishlarga yig'ing. Masalan, mening ko'zim ko'ryapti, mening kiyimim nihoyat chiroyli degandek. Agar sizda o'zingizda bor bo'lgan narsaga qarata minnatdorlik va qanoatchanlik bo'lsa, siz balkim nihoyat tezda boshqa narsalarga erisha olasiz. Hayotimda ishlarim azroqmi o'ngishli emas deyishingiz mumkin. Uyimda azroq ish chiqib qolgandan keyin bir parcha kichik toshni uchirtib qoldim. Men u yerda toshni tutib o'ltirib, nega bo'lsam yenimga ep yurdim. Men uni yanchqimga selib o'zimga bu toshni har bir qitim ko'nglimda minnatdorlik bildirgan ishlarni o'ylashim kerak dedim. Shunga har kuni o'rnimdan turgandan keyin bu toshni yanchqimga selib olgan bo'ldim. Ondan keyin men rahmat aytishga tegishli odam va ishlarni so'zlaydigan bo'ldim. Kechda men toshni yanchqimdan elib, takrar holda men rahmat aytishga tegishli odam va ishlarni so'zlayman. Bu bir parcha tosh orqali men alayda bo'lgan ishlarni boshdan kechirdim. Janubiy Afrikadan kelgan bir do'stim diqqatsizlikdan tushirib qo'ygan teshimni ko'rib, u nima deb so'radi. Men uninga tushuntirib qo'ygandan keyin u bu toshni minnatdorlik tashi deb atab oldi. 2 haftadan keyin men Janubiy Afrikadan kelgan bir parcha xatni qabul qildim. U o'g'lining jigar yog'i turidagi saqaymas kasal bo'lib qolganligini, mendan 3 parcha minnatdorlik tashini avatib berishni yozibdi. Ular meni ko'cha tepib olgan teshim bo'lib, chatoq yo'q, men avatib beray dedim. Mening alayda bo'lgan bir qancha toshni avatib bergim keldi. Men ko'l bo'yi qo'yib bir qancha maskagidek toshni tanlab avatib berdim. 4-5 oydan keyin bir parcha xatni qabul qildim. U xatida o'g'lining nihoyat tezda saqayib ketganligini va o'zining mingdan ortiq minnatdorlik tashi topgan pulini saxovatlik organiga avatib berganligini, shu orqali menga rahmat aytadiganligini yozibdi. Minnatdorlik prosesida bo'lish intayin muhim. Men burundan tatib shunday qaraydim. Mening yana bir taklif fikrim bor. Siz darhol qo'llansangiz bo'ladi. U sizning hayotingizda cho'ng o'zgarish hosil qila oladi. U rostilla unumli usul. Uning unumini men til bilan tasvirlab bera olmayman. Unumli jarayon, tasavvur qilish. Bu xil tasavvur qilish usuli Apolloning tashqi plandan kelgan. 80-90 yillarda men bu xil tasavvur qilish usulini Olimpik musobaqasi planida ishlatgan. Uni yana tasavvurda harakat qilish usuli deb atsaqmi bo'ladi. Tasavvur qilib o'ylagan mazmunlarning hammasi amaliyotga aylandi. Oddiy qilib aytganda orzularning amalga oshishi, odamlarning psixikasi intayin qisqarliq. Bizning Olimpik musobaqasi mayr tanlash planimizda mayrlarga intayin nozuk fiziologik inkas qaytarg'ish uskunasini o'rnatdik. Ondan ularga hozirmi musobaqada bo'layotganda tasavvur qildirdik. Mo'jiza yuz berdi. Tajribaga qatnashgan mayrlarning musobaqadagi holatini tasavvur qilayotganda, ularning muskulning qaytirgan chastotasi amaliy musobaqa maydonidagi chastoti bilan o'xshash chiqdi. Qanday mumkin bo'lsin? Chunki o'yingiz sizning rost yugurayotgan yoki tasavvuringizda mashq qilayotganingizni farq etmaydi. Ishonamanki, tasavvur qila olsangiz amalga oshira olasiz. Siz tasavvur qilgan vaqtingizda ko'nglingizda bir ko'rinish paydo bo'lgandan keyin siz mangu faqat oxirgi natijani o'ylang. Misolga aytsak, siz hozir inchiqlik bilan qo'lingizga qarang. Teringizning rangi ustidagi sapgullar, qon tomirlaringiz, uzukingiz, barmoqingiz ustidagi kristal tirnoqlaringiz. Bu tafsilotlarni ching saqlang. Ondan ko'zingizni yumib, o'zingizning bir juft qo'lini o'ylang. Siz barmoqlaringizni o'zingiz o'ylagan mashinaning ruliga qo'ying. Men sizga bu tajribaning intayin amaliyatchil ekanligini aytib bera olaman. Bu vaqtda undaq amaliyatchilik darajasi sizni mashina olmasingizmi bo'lgan sezimga keltirdi. Chunki o'zingizcha bu mashina allaqachon sizning bo'ldi. Tortishkichi bizning ko'nglimizda o'ylagan surat yoki paydo bo'lgan xiyollarimizdan shakllanib qolmasdan, uni haqiqiy yaratgani bizning sezimimiz. Nurg'un odamlar ko'nglida men faqat o'zimda bor bo'lgan narsani o'ylasamla yetarli deb o'ylaydi. Navoda siz shunday qilib ko'ring. Sizda erishmoqchi bo'lgan shu narsaning sezimi paydo bo'lmaydi. U bo'lsa qizg'in so'yish yoki xushalliqdan kelgan sezim. Unda sizning ko'nglingizda tortish kuchi paydo bo'lmoq tas bo'ladi. Bu dal sizning amaliy harakatingizda, bu maxfiyatlikni qanday muayyalashtirganingizda. Siz o'zingizda mashinaning ichida o'tirgandek sezim paydo qiling. Menda bu mashina bosgan. Kunlarning birida mening mashinam bosgan deganni o'ylamang.
Chunki bu xil sizm tarqatgan uqum intayin aniq. Bu sizda hozirning o'zida bo'lmasdan balkim kelgusida yuz berdi. Agar siz davomli bu xil sizmni davomlashtirsangiz, u sizda hargiz yuz bermaydi. Xo'shallik tuyg'usini his qiling. Qancha qiziqarli bo'lishiga parvo qilmang. Siz bir qorong'u uyda mashinaning qo'zg'algan ovozini chiqara olasiz. Deganimdek qiling. Siz ko'pchilikning cho'qim shunda qilish kerakmi deydiganligini bilishingiz kerak. Sizning zot o'zgaringiz bormi yo'q? Hozir sizdagi o xil sezim bilan ichki dunyoningizdagi surat olamning o'z kuch-qudratini ko'z tutgan bir yo'l bo'lib qoldi. Men bu xil kuchning zodi nima ekanligini deb bermayman. Men faqat uning mavjudligini bilaman. Bizning vazifamiz bu masalani qanday hal qilishni o'ylash emas. Siz bu masalani olamga topshirib bering. Biz faqat uning yuz berdiganligiga ishonsak bo'ldi. Qanday qilish olamning doirasida u nima qilishni mangu biladi. Siz eng oson, eng xushal, eng mos keladigan usulni tanlab, o'z orzuyingizni amalga oshiring. Siz faqat orzuyingizni olamga topshirib bergandilar, men sizga va'da beray. Natijasini ko'rib cho'qim hayron qolasiz. Bu bo'lsa eng go'zal, eng g'oyibicha. Men sizga desam, siz kunda bir qitim duchar bo'lib tursam deb o'ylaysiz. Lekin siz uni hargizmi tasdishga aylantirib olmang. Bu maxfiyatlikning eng muhim tarafi shuki, siz cho'qim o'zingizni xushal tuting. Bu butkul bir jarayon sizga hayajonli his qildirdi. Siz amalning baricha kayfiyatingizni yuqori pallaga ko'tarib, xushal, erkin bo'lishingiz lozim. Go'zal turmush ichida yashayotgan odam bilan boshqalar orasida birla farq bor. Ya'ni bunda g'oyibiy turmushda yashayotgan odamlarda bu xil odatlanish bor. Ular turmushida tortish kuchi qonuniyatidan foydalanishga odatlangan. Mayli ular qayerga bormasin, g'oyibiy ishlar ularning turmushida yuz berib turdi. Chunki ular bu maxfiyatlikni ishlatishni biladi. Ular buni bir qatim ishlatmasdan davomli ishlatmoqda. Ko'pchilik bu xil usulni ishlatgandan keyin uning himoyachisidan bo'lib qolasizlar. Ular menga men bu programmani ko'rdim, men hayotimni o'zgartiraman deyishdi. Navbatda hech qanday natija yuz bermadi. Nima ish paydo bo'lmadi? Amaliyotda yuz beradigan oz qoldi. Amaliyotda ba'zi odamlar sabr toqat bo'lmag'achqa faqat ko'z oldidagi ahvolni ko'ra oladi. Uning yana keragi yo'q. Shunga umidimni uzdim deyish mumkin. Siz olamning buning qarta qanday javob beradiganligini bilasiz. U bo'lsa sizning talabangizni o'rindash men tushungan buyruq, ammo buni men o'rindashga amalsizman. Tortish kuch qonuniyatini bilgandan keyin qanday bir natija bo'larkan deb sinab ko'rgim keldi. 1995-yilda men kichik bir doska yasadim. Men o'zim amalga oshirmoqchi bo'lgan va o'zimga jalb qilmoqchi bo'lgan narsalarning rasmini ustiga qo'ydim. Masalan, mashina, qo'l soat yoki umrlik kamera degandek. Men o'zim erishmoqchi bo'lgan narsalarning rasmini bu doskaga chapladim. Kunda ishxonada o'tirib, bu doskaga qarab tasavvur qilatdim va ko'ngil qo'yib, u narsaning o'zimda bo'lganligini o'yladim. O vaqtlarda men uy ko'chish, oila saymonlari va sanduqlarni iskolatga selish bilan aldirash edi. Men 5 yil ichida 3 qatim uy ko'chdim. Oxirida Kaliforniya shtatida o'ltiraqlashib, bu uyni sotib oldim. 1 yil vaqt sarf qilib uyni bezidim. Orqadan 5 yil ilgari uyning barliq saymonlarini ko'chirib keldim. Bir kuni sahar soat 7:30 atrofida o'g'lim ishxonamga kirib keldi. 5 yil ilgari pechatlangan sanduqmi dal shu eshikning oldida bo'lib, o'g'lim sanduqda o'ltirib olib, uni bo'lishiq tepib o'ynayotdi. Men uningga "Unda qilma, men xizmat qilyapman" dedi. Dodo, sanduqning ichidagi nima? O mening do'stka. Do'skini nima qilasan? Buning ustiga mening butkul orzularim chaplangan. Bular mening amalga oshirmoqchi bo'lgan nishonlarim. Albatta, 5,5 yoshlik bola buni anglab tushunib yetolmaydi. Shunga men, "O'g'lim, sen ko'rsatib qo'yay, ondan qanday ish ekanligini bilalaysan" dedim. Men sanduqni ichib do'skini qo'limga oldi. Ustidagi bir parcha rasm dal mening 5 yil ilgari erishmoqchi bo'lgan uyim edi. Natijada men bak hayron qoldim. Chunki u mening hozir tutayotgan uyim bilan o'xshash edi. Men o'zimdan orzu qilgan bu uyni sotib olgan edim. Ya'ni o'zgarish hosil qildim. Ammo men uni his qilmabdiman. Men ayni vaqtda erishishga orzu qilgan bu uy mening hozir sotib olgan uyim ekan emasmi? Nima ish qilg'aysan, Dodo? O'g'lim, men tortish qonuniyatini qanday ishlatishni endi bildim. Men oxir tushundim. Men barliq narsalarni tushundim. Men o'z kishilik hayotimni tushunaman. Bu mening shirkat qurishdagi tadbirim. Tortish qonuniyati asli mening uyimdimi ishlanadi ekan. Men orzu qilgan uyimni sotib olibdiman, lekin men bilmabdiman. Tasavvur qilish sizning barlig'ingiz. U kelgusi hayotingizning mundarisi. Nimaga erishmoqchi ekanligingizni belgilang. Erishalaydiganligingizga ishoning. Ko'zingizni yuming. Kunda bir qancha minut yumib, o'zingizning erishganligingizni tasavvur qiling. Ham uningga erishganning ta'mining qanday bo'lganligini his qilib ko'ring. Ondan ayrilib chiqib, ham o'zingizning erishganligingizni va ko'ngilingizda minnatdorlik bildirganligingizni tasavvur qiling.
Siz chin ko'nglingizdan rozi bo'lishingiz kerak. Ondan siz o'z turmushingizga qaytib kelib, bu xiyollaringizni olamga qo'yib bering. Olamda xiyollaringizning amalga oshirganligiga ishoning. Pulning siri. Bu maxfiyatlik rostli meni butunlay o'zgartirdi. Men cho'ng bo'lgan oilada dadamning ideyasi noit qaloq. U doim puldorlar boshqalarning haqqini elib olish va aldab elib olish orqali beyg'on deb qaraydi. Sho'ng cho'ng bo'lgandan keyin menda pulga bo'lgan xato ko'z qarash bor. Pul bo'lsa askarab ketadi. Faqat askar odamlar pul bo'ladi deb qaraydi. Chunki pulning puti chiqib uyingizga yugurib kirmaydi. U menga doim senchi menki Rockefellermi? Dadam tabiiy holda mushundaq so'zlarni qilib turdi. Sho'ng men cho'ng bo'lgandan keyin turmushning jafoliq bo'lganligiga ishondim. Keyin men Kermoniston bilan tanishib qoldim. Mening turmushimda haqiqiy burilish bo'ldi. Odam ko'nglida o'ylagan barliq narsalarga erisha oladi. Men ilgari Ston bilan birlashdim. U menga sen bir cho'ng nishonni belgilab, uningga loyiq plan tuzgan. Amalga oshgandan keyin sen cho'qim xushal bo'lib ketsa, u vaqtda ondan berisan. Chunki men sana o'rgatgandala, sen ondan bu nishonga yetalaysan dedi. U vaqtlarda men yilga $8,000 topatdim. Chunki mening ba'zan sabablar tufaylidan selishtiruvdak narsam bo'lgan dedim. Sho'ng men bir yilda $100,000 tepishni nishon qilaman dedim. Bu nishonga qanday yetishni bilmaydim. Menda tadbirim yo'q, ham mumkinchilikni ko'ramadim. Lekin mening deydiganim, men uning amalga oshirganligiga ishonaman. Men buning rostligini isbotlayman. Men deganda qildim. Ston menga bir ishni o'rgatdi. U bo'lsa kunda ko'zimni yumib, o'z nishonimni va uning amalga oshganligini o'ylash. Men rostlik qilib ko'rdim. Bir varaq $100,000 pulni uyimning to'g'risiga chaplab qo'ydim. Kunda o'rnimdan turib ko'zimning echilishi bilan uni ko'ra olayman. U menga nishonimning nima ekanligini askartib turdi. Ondan men ko'zimni yumib, bir yilda $100,000 topgandan keyingi turmushimni o'ylayman. Qiziqarli bo'lgani, navbatdagi 30 kun ichida hech qanday cho'ng o'zgarish yuz bermadi. Men bir yaxshi amal topamadim. Ya birasimi menga ko'proq pul berib turmadi. 4 hafta o'tgandan keyin bir kun men yuyinayotgan chig'imda tuyuqsizlik kallamga bahosi ko'p bo'lgan bir chora paydo bo'ldi. İlham mushundaq paydo bo'ldi. Ilgari men bir kitob yozgan edim. Agar bu kitob 400,000 parcha setilsa, har bir parchasidan 25 sent qolsa, yig'ib kelsam $100,000 bo'ladi ekan. Kitob yozilib bo'ldi. Lekin men azaldan bunday xiyolda bo'lib boqmagan. Maxfiyatlikning alayda bo'lgan bir qismi shuki, bo'y fikr paydo bo'lgandala, uning ishinish va darhol harakat qilinish lozim. Men bu kitobni qanday setishimni va 400,000 parcha setish uchun qanchalik uzun vaqt ketganligini bilmayman. Biz bu ishni qilib boqmagan. Keyin men Talla bozorda davlat ahvolini so'rash gazetini ko'rib qoldim. U gazetni men ilgari necha yuz ming qatam ko'rgan, ammo uningga azaldan diqqat qilib boqmagan. Lekin shu vaqtdan keyin mening diqqat nazarimda tuyuqsiz paydo bo'ldi. Navoda mening kitobimni boshqalar bilsa, 400,000 odam pul chiqarib setib oladi deb o'yladim. 6 haftadan keyin men 600 nafar o'qituvchiga leksiya so'zildim. Bir qizchaq menga Siz nutqni bek yaxshi so'zildingiz. Mening sizni ziyorat qilg'im bor. Siz qaysi gazetxonda? Men erkin yozuvchi. Mening asarlarimning ko'pinchasi davlat ahvolini so'rash gazetida bitildi. Shu vaqtning o'zida ko'nglimda xushallik sadosi paydo bo'ldi. Men ko'nglimda bu rostilla unum ko'rsatdi deb o'yladim. Shu qatimliq ziyoratdan keyin bizning kitobimiz setilishga boshladi. Mening asosiy demoqchi bo'lganim, men bu ishlarni va yozuvchini o'z hayotimga jalb qilib olgan edim. Qisqa chiqib aytsam, men u yili $100,000 pul topmadim. Biz faqat $92,327 pul topdik. Men texnik umidsizlanib ketadigan o'xshayman. U maxfiyatlik ishlamaydigan o'xshaydi debdiman. Amaliyotda undaq emas. Biz bek oshirib so'zlabdik. Ayolim menga biz $100,000 pul topa olsak, undaqda $1,000,000 pul tepishimizmi tas hisoblanmaydi dedi. Balkim shundaqdir. Biz sinab ko'raylik. Mening nashr qiluvchi xo'jayinim menga bir varaq nashr qilish puli berdi. U mening psixika nomli tunji kitobim. U chekning ustiga imzo qo'yib bo'lgandan keyin yana xushchiroy ifodasini sizib qo'ydi. Chunki u menga berilgan tunji millionlik chek edi. Bularning hammasi o'zimning tajribasi. Chunki maxfiyatlikning unimining boyoqligini sinab ko'rgim keldi. Sinab ko'rgandan keyin unimning intayin yuqori ekanligini bildim. Shu kundan boshlab men bu usulni kuni qo'llanayapman. Men nurg'unlagan odamlarning bu programmani ko'rgandan keyin qanday qilganda texnik ko'p bo'lgan pullarni o'zimga jalb qila olaman va qanday qilsam texnik ko'p boylik va muvaffaqiyatlarni o'zimga torta olaman deydiganligini tasavvur qilib yetalayman. Men qanday qilganda xizmatimni qizg'in so'yish bilan birga inovatli kart qarzlarini qaytara olaman. Bir tarafdan qanday qilganda xizmatim yoki boshqa usullar orqali texnik ko'p bo'lgan pullarga erisha olaman degan o'ylaysiz. Bu masala bizning maxfiyatlik ustida munozara qilayotgan vaqtimizga doim tilga oladigan bir muhim nuqtani sharhlashimizga to'g'ri keladi. Sizning qilmoqchi bo'lganingiz shuki, siz dunyolik orzuni amalga oshirish mundarajasidan nimaga erishmoqchi ekanligingizni tanlang. Agar sizning pulga erishgingiz bo'lsa, undaqda qancha pulga erishmoqchi ekanligingizni ayting. Masalan, mening 30 kunning ichida $25,000 ga, ya'ni ishdan sirt kirimga erishgan bor degandek. Siz nimaga erishmoqchi bo'lsangiz bo'laveradi. Faqat siz uning yuz berdiganligiga ishonsangizlar.
Ko'p sonli kishilarning nishoni qarz qaytirish. Bu ahvol siz mangu qarz olib o'tasiz. Mayli siz ko'nglingizda nimani o'ylashingizdan qat'iy nazar ularni atrofingizga tortib kelasiz. Mayli siz qarz qaytiring yoki qarz eling, hamon qarzni o'zingizga tortib kelasiz. Tezdan qarz qaytiradigan bir mukammal plan tuzing. Ondan ko'ngil qo'yib boy bo'lishni o'ylang. Kishilar doim menga mening kishilar yillik tafovutim o'sgan deydi. Lekin men ularning ifodasidan erishmoqchi bo'lgan nishonga yetish uchun ko'rsatgan tirishchiligini ko'rmadi. Bu ahvolda ularning menga to'layolmayman deb ketib qolganligini biladi. Bo'ldi, mushundaq bo'lsin. Agar orzuyingizni va diqqatingizni o'zingizni kamchil va bo'lmagan narsalarga qo'ysangiz, siz uyingizdagilar bilan bu ish to'g'riliq ansiraysiz. Do'stlaringiz bilan munozara qilasiz. Siz balangizga o'zingizning turmushda qiynalganligingizni, shundaqla bizda bu kam, biz uni ololmaymiz deb qaqshsangiz, undaqda siz mangu setib ololmaysiz. Chunki sizdagi bu xil pozitsiya bizda bu yo'q, u kamchil degan holatingizni texmi ilgari suradi. Agar sizning boy bo'lganingiz va natija qozonganingiz bo'lsa, undaqda diqqatingizni boy bo'lish va natija qozonishga qo'ying. Men bu mag'fiyatlikni yangi tushungan vaqtlarimda doimdagidek hisobot taloni qabul qilib oladi. Men kundadagidek bir tala hisobot taloni qabul qilaman. Men uni qanday o'zgartirish to'g'risida o'ylanyapman. Tortish qonuniyati menga siz diqqatingizni nimaga yig'sangiz shuniga erisha olasiz deb javob berdi. Men bankning hisobot taloni qog'ozini elib, ustidagi umumiy sonni o'chirib etib, yangidan o'zim erishmoqchi bo'lgan pul sonini yozdim. Men nemishqa xat sandiqimda pul taloni qabul qilishni o'ylab ko'rmayman. Men xat sandiqimda pul taloni qabul qilganligimni o'ylashga boshladim. Bir oy ichida ishlarimda o'zgarish yuz berdi. Hozir mening xat sandiqimga yig'ilgan butunlay pul chek taloni. Albatta uning ichida yana bir qancha hisobot taloni bor, ammo ko'pincha pul chek taloni. Tirishib ishlagandala pul topqili bo'ladi. Bu xil ideya men kichigimdan tortib singdirib etilgan. Men bu ideyani pulni oson va ko'p topqili bo'ladi deb o'zgartirdim. Siz bu bir maydon uzun musobaqa urushiga diqqat qilishingiz kerak. Chunki uzoq bir mezgil davomlashadi. Sizning pozitsiyangiz boylik kashf qilishingizga va sizning masalalarni qanday o'ylashingizga munosabatlik. Mening xizmatim 80% tang maslahat berish, xaridorlarning psixikasiga va o'y fikriga munosabatlik. Men kishilarning buni bilgandan keyin menga siz qila olasiz, ammo men qila olmayman deyishini bilaman. Har bir odamda o'zidagi kishilik munosabatni o'zgartiradigan iqtidor bo'ladi. Yana moliya iqtisod ahvolimi bor. Men nurg'un odamlarning intayin puldor, ammo kishilik munosabat jihatda intayin nachar ishkanligini bayqadim. Buni boylik deb atashga bo'lmaydi. Rostila bo'lmaydi. Lekin bular sizning boyligingizga vakillik qila olmaydi. Ammo men pulning boylik bilan munosabati yo'q demoqchi emasman. Ularning albatta munosabati bor, lekin bu faqat bir qismi xolos. Men yana ayrim bir turkum odamlarni taniyman. Ular ichki dunyosini intayin boy his qildi ekan. Biroq odam qancha namrat bo'lgan sari shuncha ko'p kasal bo'ldi. Buni boylik deb hisoblanmaydi deydi. Albatta, hayot har qaysi jihatda mo'l bo'lganda ondan buni to'g'ri deb qarsak bo'ladi. G'arb madaniyat ellarida nurg'unlagan odamlar nam qozonish uchun tirishadi. Ular cho'ng uy setib olishni, kasbda natija qozonishni va barliq tashqi moddiy buyumlarga erishishni o'ylaydi. Biroq biz tadqiq qilib bilgandan keyin o'zimiz erishgan moddiy buyumlardan boshqa erishishga intilgan narsalarimizga erisha oladiganligimizga kafolat bera olmayman. U bo'lsa-mu xushalik. Biz butun niyatimiz bilan erishishga intilgan moddiy buyumlarning bizga xushalik olib kelishini umid qildik. Bunda qilishning qilcha o'limi yo'q. Siz avval ichki dunyongizga xushalik va tinchlikni izlang. Ichki dunyongizda bu xil manzara paydo bo'lsin. Ondan tashqi dunyodagi barliq ishlar bir-birlab shakllandi. Kishilik munosabatdagi maxfiyatlik. Menga nisbatan bu maxfiyatlikning asosligi shuki, har kim o'z taqdirining so'qchisi. Biz o'ylagan har bir orzu amalga oshadi. Turmushimizdan amaliyotga erisha olamiz. Shunga sizning orzuyingiz, o'y fikringiz va sizning his qilganlaringizning hammasi intayin muhim. Chunki bularning hammasi turmushingizda amaliyotga aylandi. Bir kuni men do'stimnikiga mehmondorchilikqa bordim. Bu bir san'atkor. Uning xo'jayini nihoyat cho'ng bo'lgan film ishlaguvchi. Uning uyida o'xshamagan turdagi go'zallarning rasmi esilgan bo'lib, uyida kiyim kiymagan, faqat bir parchalardan otib olgan qizlarning rasmi o'xshamagan yo'nalishdagi yerlarga qo'yilgan edi. Ularning rasmdagi qiyofati xuddi mening sizni ko'rgim yo'q degandek qiyofati edi. Sizning turmushdagi hissiyotingiz ancha o'ngishli emas o'xshamamdi. Ajiba sizning alohida iqtidoringiz bormi? Menda yo'q, lekin siz uyingizga 7 parcha o'xshamagan ayollarning rasmini esib qo'yibsiz-ku. Lekin men bu rasmlarni yaxshi ko'raman. Ularni men sizga. Voy tangrim, undaq bo'lsa bo'lmabdi. Chunki siz barliq zehningizni yaratishga qo'yibsiz. Hey, u nihoyatda kelishgan er. Chunki xizmat munosabati bilan uning atrofida nurg'unlagan ayol artistlar aylanib yuriydi. Lekin uningda muhabbat yo'q. Sizning zodi nimaga erishganingiz bor? Mening bir haftada 3 ayol bilan ko'rishkim bor. Yaxshi. Undaq siz 3 ayolning siz bilan birga turgan rasmini chizib chiqing. Uyingizning hamma yeriga esib qo'ying.
Yarim yildan keyin men uni Yevropada uchratdim. Sizning qiz do'stingiz bormi? Bor. Ular boy telefon qilibdi. Men bilan uchrashqisi bor ekan. Chunki u sizning orzuyingiz. Mening bir haftada 3 qatim uchrashishim bor. Ularning hammasining men bilan uchrashqisi bor ekan. Ha, amsi nihoyat yaxshi bo'pti. Lekin mening hozir muqimlashqim bor. Mening to'y qilg'im bor. Mening haqiqiy muhabbatga erishkim bor. Undaqda shu holatingizni sizib chiqing. Keyin u rostilla bir parcha baxtlik oshiq-mashqlar rasmini sizib chiqdi. Bir yildan keyin u to'y qildi. U nihoyat xushal. U burun menga o'zining bir orzusi borligini, bu orzusini ko'nglida necha yildan buyon saqlab kelayotganligini, lekin amalga oshmaganligini aytgan. Chunki barliq tashqi omillar sababidan bu orzusini amalga oshirolmagan. Uning uyiga osgan rasmlar uning ko'nglida o'ylaganlarining butunlay aksicha edi. Hozir bilgandan keyin uni yaxshi ishlating. Er-ayollik munosabati ichidagi shu odamni tushunish intayin muhim. Demakchi bo'g'inim hargizmi qarshi taraf emas, balki o'zingizni tushunish. Agar siz yolg'iz vaqtingizni xo'shal o'tmasangiz, undaqda boshqalar bilan birga bo'lgan vaqtingizda qanday xo'shal o'talaysiz? O'xshashlar tortish kuchi qonuniyat va yoki bu maxfiyatlik bo'lsin amalga oshirishingizga yordam bo'ladi. Shuni siz nihoyat aniq bilishingiz kerak. Mening sizdan so'raydigan bir savolim bor. Siz o'zingizga qo'llangan usulingiz bilan boshqalarning sizga qo'llangan usulining o'xshash bo'lishini xohlamsiz? Siz o'zingiz uchun javob topa olasiz. Qarz egilarini hozir siz menga qarz az bo'lsin bering deydi deb o'ylayman. Siz o'zingizga ko'proq vaqt chiqarib, yaxshiroq muomala qiling. O'zingizga yetarlik energiya to'liqlang. Ondan sizmi bera olasiz. Men bir qancha qatimliq muhabbatlashish jarayonida o'z hamroyimning menga go'zalligini deb berishini umid qilatdim. Chunki men o'z go'zalligimni his qilamagan edim. O'sib yetirish jarayonimda men cho'qindigan va yaxshi ko'rgan odamlarning hammasi tangdasiz ayol polvon, xosiyatli ayol va chaqmoq botir ayollar degandek ayollar edi. Meningcha ular rostilla bak qaltis, lekin men ularga o'xshamayman. Toki men o'zimni yaxshi ko'rganga qadar mening xonrang teram, to'lg'an kalpikim, kelishgan figuram, budir sochlarim, toki o'zimni haqiqiy yaxshi ko'rganga qadar atrofimdagi odamlarmi meni haqiqiy suyishga boshladi. Sizda nihoyat yaxshi bo'lgan qobiliyat bor. Men o'zimni 44 yil tadqiq qildim. Men o'zimdan shunchalik suyunaman. Siz cho'qim o'zingizni hurmatlashni o'rganing. Men sizga o'zingizni cho'ng tuting demoqchi emasman. Meni siz o'zingizni bir oz hurmatlab qo'ying. Siz faqat o'zingizni qadrlagandilar boshqalar sizni qadrlaydi. Kishilik munosabatni bartaraf qilish jarayonida siz faqat boshqalarning yomon tarafini ko'ring. Ya'ni xizmatlashim bilan chiqishmoq tasgan. Yo'ldoshim mening ichimni siqib o'ltiray dedi. Balam haddidan ziyoda ho'rin deb qaqshaysiz. Siz mangu boshqalarning yomon tarafiga eslab olasiz. Agar siz yaxshi bo'lgan kishilik munosabatga erishmoqchi bo'lsangiz, avval boshqalarning kamchiligi emas, ortiqchiligini ko'ring. Siz qancha ko'p boshqalarni ranjit ekansiz, ko'ngilsiz ishlar shuncha ko'p yuz berib turadi. Sizning birov bilan bo'lgan munosabatingiz intayin nachar. Masalalarni hal qilish tez, o'zaro chiqishmoq tez. Ko'ygingiz yo'q bo'lsa-mu, bu siz hamon o'zgartiradigan munosabat. Bir varaq qog'oz ilib kelgusidagi 30 kunda har kuni o'ltirib u odamning ortiqchiligini bir-birlab yezib chiqing. Nima uchun u odamni suydiganligingizni o'ylang. Yoki u behli yumoristik va yoki u sizni o'zliksiz holda qo'llab kelgan bo'lishi mumkin. Oxirida siz faqat u odamni ko'ngil qo'yib o'ylasangiz va minnatdorlik bilan ortiqchiligini qabul qilsangizlar, ondan u odamni tushuna olasiz. Shunday qilganda sizlarning o'tiringlardagi masala hal bo'ladi. Biz boshqalarni kontrol qilishga amalsiz. Mayli biz qancha tirishgan bilan bekor. Balkim u uyga qaytib kelgan vaqtida kayfiyati intayin nachar bo'lishi mumkin. Lekin sizning bo'lsa intayin yaxshi. U vaqtda o'zingiz bilan uning o'xshamagan dunyoda ekanligingizni his qilasiz. Biz tortish kuchi qonuniyatidan foydalanib xushallik barpo qilamiz. Siz doim degidek o'zingizni xushal qiladigan fursatlarni boshqalarga o'tinib berasiz. Ular davomli sizning orzuyingizni amalga oshiradiganga amalsiz qoladi. Bu zodi nima uchun? Chunki amaliyotda o'z baxtingiz va xushalligingizni kontrol qiladigan odam dal o'zingiz. Mayli sizning ota-onangiz, sizning bolangiz va sizning jo'rangiz bo'lsin, ular sizning eng yaqin odamlaringiz. Chunki ular sizning baxtingiz va xushalligingizni kontrol qiladiganga amalsiz. Baxtingiz va xushalligingizni faqat o'zingiz kontrol qila olasiz. Sağlamlıqning maxfiyatligi. Siz shuni bilishingiz kerakki, sizning teningiz o'y fikringizning mahsuloti.
Biz tibbiy sohada shuni tushunib yetdikki, kayfiyatimiz va o'y fikrimiz tenimizning moddiy qurilmasi va iqtidori. Biz hammamiz tinchlantirgichning unimining qanchalik cho'ng ekanligini bilamiz. Biz aytayotgan bu tinchlantirgichning badanga ancha foydasi yo'q va ziyni yo'q. U xuddi kampitga o'xshash. Siz bu dorining bemorlarga unumini yaxshi desangiz, u rostla yaxshi unum paydo qiladi. Balki maxsus doktor davolagan kasal unumidimi yaxshi bo'lishi mumkin. Asli odamning ichki saposi kasal davolaydigan eng muhim ilmet. Uning unumi to'g'ridimi yuqori. Agar bir odam og'rib qolsa, u o'zining ichki kuchini qo'zg'atib, sinab ko'rsa bo'ladi. Bu xil usul bilan dori ishni selishtirib ko'rsangiz bo'ladi. Lekin agar kasal ig'ir bo'lib, jinozda og'riq ahvolda bo'lsa, albatta ko'pchilik yanala doktorga berib ko'rinish va ichki kuchini qo'zg'atib qo'shimcha davolash olib berish fikrini beraman. Har bir xil davolash usulining o'ziga tushliq qimmati bor. Bu olam sog'lomlik va mo'l boylikning eng nodir asari. Siz faqat ko'ngil ko'ksingizni keng tutib, bu olamdagi mo'l boylikni his qilsangizlar, texmi go'zal bo'lgan xushallik va baxtni his qila olasiz. Siz yana olam ta'minlagan barliq yaxshi ishlarni sinab ko'ra olasiz. Masalan, sog'lomlik, boylik, yaxshi bo'lgan badan safosi. Agar siz ko'ngil ishigingizni taqib olib, butun kallangizni yomon xiyollarni qilsangiz, undaqda o'zingizni beoram va kasal his qilasiz. Xuddi har bir kuningizni intayin ko'ngilsizlik ichida o'tayotgandek his qilasiz. Siz ba'zi odamlarning saqaymas kasal bo'lib qolganligini bilasiz. Kasal degan bu so'zni o'ylamang. Bu xatni tahlil qilib ko'ring. Kasal badanni erkin bo'lmagan holatga keltirdi. Bu dunyoda sanab tugatkisiz har xil kasalliklar bor. Ularning hammasi faqat bir sababdan keltirilib chiqqan. U bo'lsa besim. Siz bir nuqtaga besim qilsangiz, barliq besim sistemasiga besim tushirgan bo'lasiz. Undaqda ma'lum bir jarayon uzilib ketadi. Bizning badan sistemamiz kasal ishlab chiqarib bizga javob qaytaradi. U bizda normal bo'lmagan o'y fikr va mehr muhabbat minnatdorligining kamchil bo'lganligini bildirdi. Shunga badanda yuz bergan o'zgarishlar qilchi qo'rqinchli emas. Doim ig'izga ilinadigan masala u bo'lsa-mu, ya'ni odamning mijozi yo'q yoki turmushida ko'ngilsizlik yuz bergan vaqtida ishlarni to'g'ri tahlil qilish orqali ishni boshqa qaytarg'ili bo'lamdi. Javobi bo'lsa, bo'ladi. 11-ayning 23-kuni menga rak kesli deb diagnoz qo'yildi. Men ko'nglimda butunlay saqayib ketganligimga ishondim. Mening irodam nihoyat kuchli. Kunduz men butun bir kun kasalimning saqayganiga shukri deb takrorlayman. Kasalimning saqayganiga shukri. Men bu so'zni davomli qaytarib turaman. Men saqayib ketganligimga ishonaman. Badanimda qilchi rak virusi yo'qligini tasavvur qilaman. Komediyali kino ko'rish kasalni davolashning bir xil usuli. Bundaq bo'lganda men doim kulib tura olmayman. Biz endi turmushimizga besim tushirsak bo'lmaydi. Chunki men tenimni saqlamlashtirishni bilaman. O'zimizga besim bersak, hargiz bo'lmaydi. Diagnozim natijasi chiqqan vaqti 11-ayning 23-kuni, toki men butunlay saqayib bo'lgunga qadar menga ketgan vaqt 3 oy atrofida bo'ldi. Men ximiylik davolash yoki nur orqali davolash epamidim. Bizda oddiygina bo'lgan usul bor bo'lib, uni o'zini o'zi davolash usuli deb ataymiz. Agar yara ig'iz bo'lsa, u o'zligidan saqayib ketadi. Agar mikroblangan bo'lsa, immun sistemamiz rolni joriy qilib, mikrobni yo'qotib badanni saqaytadi. Chunki immun sistemamiz badanda davolash ipara oladi. Kayfiyat sog'lom, xo'shal bo'lgan badanda kasallik paydo bo'lmaydi. Sizning badaningiz har bir sekundda necha millionlagan hujayralarni chiqarib tashlab, necha millionlagan yangi hujayrani kashf qiladi. Amaliyotda bizning badanimizning ma'lum bir a'zosi kunda degidek yangilanib turadi. Ba'zi o'rinlarga necha oy, ba'zi o'rinlarga necha yil vaqt ketadi. Ammo necha yil ichida bizda butunlay yangi bo'lgan badan barliq keladi. Agar siz kasal bo'lib qolgan bo'lsangiz, butun xiyolingizni shu ishga qo'yib olib, doim boshqalarning oldida o'zingizning kasalni tilga ilib-olsangiz, unda siz texim ko'p bo'lgan kasallik virusini paydo qilasiz. O'zingizning nihoyat sog'lom bo'lgan badanda yashayotganligingizni tasavvur qiling. Bizning kasal azobimizni doktorlar chiqarib tashlasin. Masalan, bizda 2 xil odam bor. Ularning hammasi kasal azobini tatgan. Orsadagi biri xushal ishlarni o'ylaydi. Ular bu xil ehtimollikni qabul qiladi. Ular umid ichida yashashga urindi. Butun maqsad niyati bilan nima uchun xushallik, minnatdorlik kayfiyatida yashaydiganligini o'ylaydi. Yana bir xil odamlar bor. Ular o'xshash bir xil kasallikka giribtor bo'lgan. Biroq ularning tanlashi o'z kasalidan ansirash, kundadagidek kasalni o'ylash, diqqatini o'z taqdirini yaxshi emas deb toptan qilishga yig'ib olish.
Bir odam butun vujudi bilan badanidagi kasallik alomatlarini o'ylayotgan bo'lsa, bu kasalning saqlaymaqi intayin tas bo'ladi. Agar u o'y fikrini kasal bo'lishdan qanday saqlashga yo'tkamasa, undaqda uning saqlaymaqi tas bo'ladi. Bu bo'lsa tortish qonuniyati. Xo'shal bo'lgan o'y xayol, xo'shal bo'lgan fizikalik ta'sir ko'rsatadi. Eng xo'shal, eng sog'lom bo'lgan badanni paydo qiladi. Nachar bo'lgan o'y xayol badanni teg'imi yomonlashtiradi. Yana ming iqtidorini tuvanlashtiradi. Chunki bizdagi o'y xayol bilan kayfiyatimiz besim hosil qilib, qaytadan tanglashadi. Qaytadan rad kiselenadi. Qaytadan badanimizni yaratadi. Badaningizdagi besimni chiqarib tashlang. Badaniningizning o'zida bo'lgan iqtidorini joriy qildiring. Moshundaq bo'lganda o'zingizdan saqlay olasiz. Men burun börekning qaytadan yaratilishi, rak virusining yo'qolishi, yana ko'rish quvvatining asli kirishi degandek misollarni ko'p ko'rgan. Davolashga amalsiz bo'lgan ichki dunyongizga kuchingiz bilan davolang. Siz turmushingizni o'zgartira olasiz va o'zingizni saqlay olasiz. Men hikoyamni 1981-yil 3-oyning 10-kundan boshlayman. Bu hikoya mening butun hayotimni o'zgartgan. Bu bir kunni men mangu unutmayman. Men chiqqan aeroplan voqeaga uchirdi. Meni doktorxonaga olib qo'ydi. Butun badanim kadin chiqdi. Mening bo'yin umurtqam sungan bo'lib, bel umurtqamning birinchi va ikkinchisini sungan ekan. Mening yutishga qarshi turish iqtidorim zaxmlangan bo'lib, men yeyish ichishga amalsiz. Mening nafas olish sistemam zaxmlangan bo'lib, nafas olishim tasga to'xtadi. Men faqat ko'zimni ocha olayman. Doktor menga, "Sen bir umr o'simlik odam bo'lib qolsan" dedi. Mening keyin qila oladigan ishim faqat ko'zimni chimiriltishgan. Bu ularning menga bo'lgan qarshi xolos. Lekin ularning qanday o'ylashi men uchun ancha muhim emas. Muhim bo'lgani mening qanday qarashim. Men o'zimning normal holatga kelib doktorxonada mengib chiqayotgan holatimni tasavvur qildim. Doktorxonadagi vaqtimda mening birdan-bir ko'ngil qo'yib qilgan ishim ichki safarimni tangshashib qoldi. Siz faqat planingizni muqimlashtirgandila, ondan u ishlarni asli keltira olasiz. Menga nafaslantirish asbob ulangan bo'lib, doktor menga nafas olish sistemangiz zaxmlandi dedi. Nafas olishim tasga to'xtadi. Lekin bir yiqimli kulik ovozi menga cho'nqur nafas ol dedi. Keyin nafaslantirish asbobi oxiri elib tashlandi. Doktorlarning hammasi hayron qoldi. Men hargizmo har qanday bir ishning fikr yo'limga kirib olib, ko'zlagan nishonimga daxl yetkazishga yo'l qo'ymayman. Mening ayni vaqtda belgilangan nishonim bo'lsa, Rojdestvo bayrami kuni doktorxonada mengib chiqish. U bo'lsa mening nishonimdi. Sakkiz aydan keyin men bir jup putum bilan doktorxonadan mengib chiqdim. Ko'pchilikning hammasi bu mumkin emas deb hayron qoldi. Men bu bir kunni mangu unutmayman. Mening mushu programmamni ko'rayotgan ko'ralmanlarga degim kelgini, agar sizmi yaralansangiz, men qisqa qilib aytsam, biz hayotimizni nima ishlarni qila olamiz. Mening ko'pchilik bilan bu bir jumla so'zdan birga bahramand bo'lgim keldi. U bo'lsa-mu, siz hamon o'zingiz o'ylagandek odam bo'la olasiz. Dunyoning maxfiyatligi, dunyoning maxfiyatligi. Ko'pchilik odatlangan holda o'zi erishmoqchi bo'lgan narsalarni ko'rgan vaqtida hammasi hajab yaxshi, men amroq, mening uni og'im bor deydi. Lekin ular o'zi yaxshi ko'rmaydigan narsalarni ko'rgan vaqtida ko'p bo'lmagan, ammo o'xshash bo'lmagan energiyani sarf qilib, ko'p bo'lmasa-mu normal bo'lgan energiyani sarf qilib, uni yo'qotishni, uni unutishni o'ylaydi. Bu jamiyatda biz yolg'iz qaytirish, namratlikni yo'qotish, aksiyatchilikka qarshi turish, terrorchilikka qarshi kuchlarni yo'qotishga odatlangan. Biz tinchlikka intilamiz. Erishkimiz yo'q narsalar bilan qarshilashimiz. Biz nimani o'ylasak, shu yaratiladi. Shunlashqa agar biz rostliq xafa bo'lsak, masalan, urush bo'layotgan yoki tasodifiy kelgan mushkulotlar bo'lsa, sizning ochiqingiz unga yordamlashib o't ustiga moy qo'ygandek bo'ladi va bu ishlar faqat aks ta'sir ko'rsatadi xolos.
Siz qancha qarshilik ko'rsatsangiz, u shuncha bardoshlik beradi. Chunki siz bu ishga qarshilik ko'rsatdingiz. Yo'q, men buni olmayman deyishingiz mumkin. Chunki bu xil sizning menda paydo bo'ldi. Mening hozirgi bu sezimim sizda nihoyat kuchli bo'lgan kayfiyatni uyg'otadi. Men rostla bu xil sezimni yaxshi ko'rmayman desangizmi, yana bu xil sezim sizga izchil ergishadi. Urush qarshi faoliyatlar texim ko'p bo'lgan urushlarni qo'zg'aydi. Zararlikka qarshi turish harakati texim ko'p bo'lgan zararni paydo qiladi. Chunki biz barliq diqqatimizni zararga qo'yib olgan. Biz nemishqa barliq zehnimizni yaxshi bo'lmagan ishlarga qo'yib olamiz. Biz zehnimizni ishonish, muhabbat, turmushdagi boylik, tarbiya elish va tinchlikka yo'tkazsak bo'ladi. Bunoq teresa aql parasatlik. U men menga urush qarshi namoyishlarga qatnashmayman. Uningda bakarak tinchlik ishlari namoyishlarga qatnashmayman deydi. Chunki u bu maxfiyatlikni tushunadi. Siz urushga qarshi bo'lsangiz, tinchlikni qo'llang. Ocharchilikqa qarshi turgangiz bo'lsa, qo'saqni to'xtaydigan faoliyatni qo'llang. Agar siz ma'lum bir siyosiyonga qarshi turmoqchi bo'lsangiz, undaqda uning raqibini qo'llang. Saylan faoliyatida odatda ko'pchilik eng o'sh bo'lgan odam texmi ko'p bo'lgan saylan beletiga erishalaydi. Chunki ko'pchilikning zehni va diqqati uningga yig'ilgan. Siz muhim nuqtani o'zingiz erishmaydigan ishlar qo'ymasdan balkim erishmoqchi bo'lgan ishlar qo'ying. Chunki mushunda qilish orqali o'zingizning nemaga erishganingiz borligini selishtirib ko'ra olasiz. Biroq amaliy turmushingizda siz davomli uchuringiz yo'q ishlarni qancha ko'p tilga olsangiz, shuning munosabatli xabarlarni qancha ko'p ko'rsangiz, bir tarafdan nima degan qo'g'inishlik desangiz, bundaq ishlar atrofingizda shuncha ko'p yuz berdi. Men doim kishilarning jamis, men uchur qabul qilaman deganini anglab turaman. Siz haqiqatan uchur qabul qilishga ehtiyojli, shundaqdimi hadidan eshib ketmaslik kerak. Men doim ichki dunyoingizga ovoz bilan so'rab, tashqi dunyoga nuqtai nazaringizni texmi cho'nqur, texmi aniq va texmi to'g'ri bo'lib aytdim. Bu vaqt siz o'z taqdiringizni belgilab bo'ldingiz. Siz ko'nglingizni tinchlantirib, diqqatingizni o'zingiz xohlamaydigan ishdan yo'tkashni o'gining. Barliq kayfiyatingizni turaqlashtirib, diqqatingizni o'zingiz sinab ko'rmoqchi bo'lgan ishlarga markazlashtiring. Zehningiz diqqatingizga ergishib aylandi. Sizning xizmatingiz dunyoni yoki atrofingizdagi odamlarni o'zgartirish emas. Sizning xizmatingiz olamdagi qonuniyatga ergishib menish va bu dunyoning go'zal bo'lgan tarafidan huzurlanish. Kishilar doim mendan bunday bir savol so'raydi. Agar siz o'ylab yetolmagan bo'lsangiz, balkim boshqalar o'ylab yetalishi mumkin. Bu savol bo'lsa, agar ko'pchilikning hammasi bu maxfiyatlikni qo'llansa, olamni bir mondarajaga o'xshasa, undaqda bizda mol kamchil bo'lamdi, bo'lmadi. Ko'pchilikning hammasi erishalsa, undaqda banka vayron bo'lamdi, bo'lmadi. Mening ko'pchilikka bu ulug' maxfiyatlikni o'tishim, bu dunyoda ko'pchilikka nisbatan mangu ta'minlab tugatkisiz bir aldamchilik bor. U xuddi zaharlik virusga o'xshash odamning ko'nglini zaharlaydi. U aldamchilik bo'lsa, yaxshi narsalar ko'p emas. Uning ustiga ularning soni cheklik bo'ladi. Shunga ishiltishga qat'iy yetmaydi. Bu yolg'onchilik kishilarni qo'rqinchlik, oshko'zlik va bexillik ichida yashqizadi. Bu ahvolda kishilar qo'rqinchlik, oshko'zlik va bexillik his qiladi. Bu dunyoni qabohatlik kuch qoplagan. Amaliyotda yaxshi bo'lgan ishlar bilan kashfiyotlar, energiya, muhabbat va xushallikni qabul qilib tugatgili bo'lmaydi. Faqat siz o'zingiz ko'nglingizda g'oyat zo'r kuchga ega ekanligingizni his qilsangizlar, undaqda bular sizning turmushingizda paydo bo'ladi. Bu dunyoda yashab o'tgan barliq ulug' odamlar bizga hayot azaldan mol boyliqqa to'lish kerak degan. Shunga biz boyliq manbasining azab ketib borganligini o'ylayotganimizda, yangi bo'lgan boyliq manbasi orqali bir xil nishon aytganligimizni bilamiz. Agar biz boyliq manbasining azab ketib borganligini o'ylagan vaqtimiz, bizning ko'zimizni ochmay atrofdagi ishlarga qarab turganligimiz sababi. Bilishingiz kerakki, agar har birimiz ko'ngil qo'yib turmush kechirsak, o'zimiz o'ylagan narsani tanlaymiz. Ammo har bir odam erishmoqchi bo'lgan narsani o'xshamaydi. Bu bo'lsa eng qaltis bo'lgan tarbiya. Hamma odam oliy pikapni o'ylamaydi. Biz hammamiz birla odamni yaxshi ko'rib qolmaymiz va bizning o'xshash bo'lgan ishlarni boshdan kechirishimiz mandatayin. Yana biz hammamiz o'xshash bir xil kiyimni yoqtiribmi qolmaymiz. Buningdan boshqa nurg'un misol bor. Dunyoning bizga berganlari ishlatishimizga cho'qim yetadi. Siz faqat ishonsangiz, siz faqat uni ko'ra olasangiz, siz faqat harakat qo'llansangiz, u ondan turmushingizda amaliyotga aylandi. Siz erishmoqchi bo'lgan barliq baxt, xushallik, muhabbat, mo'lchilik, nom mansabning hammasi u yerda. Sizning berib qo'l sunib erishishingiz uchun tayyorlik qilib saqlab turadi. Siz cho'qim intilishingiz va yoki chin ko'nglingizdan uningga erishishni o'ylashingiz kerak. Sizda erishmoqchi bo'lgan narsangizga qizg'in kutish bo'lgandala,
Olam siz uzun saqlab erishmoqchi bo'lgan narsalaringizni oldingizga avatib berdi. Atrofingizdagi go'zal ishlarga yaxshi diqqat qiling. Ularga baxt tilang. Ularni madhilang. Yana bir jihatdan sizning vaqtincha ko'nglingizdek bo'lmagan ishlarga zehningizni sarf qilib, uni tanlamang yoki bo'lmasa qaqshimang. O'zingiz o'ylagan barliq ishlarni quchoqlang. Shunda qilgandila texnik ko'p narsalarga erisha olasiz. Tarixdagi nurg'unlagan yo'l boshlag'uvchi kishilar bu maxfiyatlikning eng ulug' bo'lgan yerdan mahrum bo'lib qolgan. U bo'lsa-mu kishilar bilan bu maxfiyatlikdan bahramand bo'lish. Bu tarixdagi eng go'zal bir davr. Bu tarixdan buyon tunji qitim faqat qo'lning uchini mediristib tirishqandila bilim egalligili bo'ladi. Sizning maxfiyatligingiz. Biz to'rt atrofni kuzatib, tak o'z badanimizni ko'ralganga qadar bizning faqat ko'ralganimiz burnimizning uchilar xolos. Buni yaxshi o'ylanib ko'ring. Qo'lingizni ko'tarib uningga qarang. Sizning qo'lingiz bo'lsa haqiqiy jism, lekin amaliyot bundoq emas. Siz faqat qo'lingizni mikroskopning ostiga qo'ygandila ko'pligan energiyaning tayyorlanganini ko'rsiz. Jahondagi mavjudotlarning hammasi o'xshash bo'lgan moddalardan tuzilgan. Mayli qo'lingiz yoki dengiz va yulduz bo'lishidan qat'iy nazar, barliq narsalarning hammasi energiya. Men sizga bu ko'z qarashni tushunishingizga yordam qilaman. Albatta, bizda koinot bor. Yana samo yo'li, yana bizning yer shari. O'xshamagan odamlar bor. Odam badanining ichki qismida har xil a'zo, har xil hujayra bor. Molekula bilan atom. Albatta yana energiya ham bor. Shunga biz o'xshamagan qatamda masalani analiz qila olamiz. Ammo amaliyotda olamdagi barliq narsaning hammasi energiya. Sizning qaysi yerda turishingiz bilan qarim yo'q. Sizning badaningizda yetarli bo'lgan kuch-quvvat bor. Yo'shirin energiya bu shaharni birab yo'ritdi. Ko'p sondagi odamlar cheklamsiz bo'lgan bu badanni ishlatadi va o'zini to'xtatadi. Lekin siz cheklamsiz bo'lgan badan emas. Siz uni mikroskopning ostiga qo'yib ko'rgan vaqtingizda bir energiya maydoni ko'ra olasiz. Agar energiyani tushungingiz bo'lsa, berib kvant tadqiqotini so'rsangiz bo'ladi. Dunyo nimadan yaratilgan? Javobi energiyadan. Energiyani tushunib ko'rgingiz bormi? Energiya o'chmaydi, ham yonmaydi. Bir yansa mangu mavjud bo'lib uzundan saqlanadi. Energiya jismlarning ichiga kira oladi va uni teshib o'tadi va undan ayrilib chiqa oladi. Siz yana iloh mutaxassislaridan o'xshash bir savolni so'rsangiz bo'ladi. Nima olam yaratadi? Buning bergan javobi Parvardigor. Undaqda Parvardigor degan nima? Parvardigor tug'ilmaydi, o'lmaydi, mangu o'chmaydi. O'tmishdagi va kelgusidagi barliq ishlar mangu o'silmasning shaklini o'zgartirib turadi. Siz anglagan bu xil usul o'xshash, faqat eg'izda aytilishi o'xshamaydi. Shunga siz o'zingizni faqat simsiz bo'lgan go'shtlik badan deb o'ylagan bo'lsangiz, qaytadan o'ylanib ko'ring. Siz bo'lsangiz bir aqlli maxluqot. Siz energiya javhari. Texmi cho'ng bo'lgan energiya maydonida aylanib harakat qilasiz. Faqat ko'ngil bo'lmaydi xolos. Biz o'zaro tutashgan faqat ko'ngil olmaydi. Buning orasida ichki tashqi ayrimchilik olmaydi. Olamdagi mavjudotlar o'zaro tutashgan. Ular faqat cho'ng bo'lgan energiya manbasi. Biz doim badan ahvolimizdan yoki tushkunligimizdan o'zimizni tez holga tushib qolgandek his qilamiz. U faqat bizni o'rab turgan ruhiyat. Sizning ruhingiz nihoyat cho'ng, ya'ni bir o'yni to'ldira oladi. Sizda mangulik hayot bor. Siz energiyaning javhari. Siz odam qiyofatida bu olamga ato qilingan mo'jiza. Tug'ilishingizda mukammal bo'lgan bir odam. Injilning aytish usuliga asoslanganda bizda ilohning qiyofati bor. Biz o'zimizni olamda his qilib mavjud bo'lib turganimizning bir xil shakli desakmi bo'ladi. Ularmi bizni har xil mumkinchilikning yig'ilma shakli desimi bo'ladi. Bu xil aytilishlarning hammasi o'zigacha. O'xshamagan an'ana sizga shuni aytadiki, siz yaratuvchining tashqi qiyofat va shakl berilishi bilan bog'liq keltirilgan. Bu sizning Parvardigorning iqtidori bilan qudrati orqali o'z dunyoingizni va o'zingizni yarata oladiganligingizni ko'rsatadi. Balkim siz o'zingizga mos kelgidek go'zal hayot yaratgan bo'lishingiz yoki yaratolmagan bo'lishingiz mumkin. Mening umid qilganim siz o'ylab ko'radigan masala hayotingizdagi hozirgi bo'lgan barliq ishlar. Hammasi siz chin ko'nglingizdan erishmoqchi bo'lganlarmi? Bu barliq ishlar sizga mos kelamdi. Agar mos kelmasa, undaqda dal o'zingizni o'zgartirgan yaxshi payt. Chunki sizning iqtidoringiz bor. Siz qila olasiz. Barliq ishlar vujudimizdan kelgan. Ya'ni ularning hammasini biz kontrol qilyapmiz. Nurg'un odamlar o'zini turmushda ziyonkashlikka uchrag'ichi deb o'ylaydi. Ular doim o'tmishni tilga oladi. Balkim kichik vaqtida dadasi, opasining qiynishi va oilasining mukammal bo'lmasligi sababidandir. Mening hozir ko'rsatmoqchi bo'lganlarimga ko'p sondagi psixika doktorlari ishindi. Ya'ni 85% oilam mukammal bo'lmaydi. Bunday bo'lganda siz birdan-bir bechora odam emas. Mening ota-onam haroqkash, dadam meni urdi. 6 yosh vaqtimda ota-onam ajrashgan. Men 13 yoshdan tak 18 yoshgacha guruhga qatnashgan. Men aytdi, egri bo'lgan mashina vaqasiga uchirgan. Burun mening Dallasda bir mazgil turg'idek joyim yo'q edi. Shu ustonda 15 yillik nominachilik turmushni o'tkazdim.
Kichik vaqtimda menda o'rganish qilishda to'salg'i bor bo'lib, ular meni o'rganish qilish iqtidori yo'q. O'qishga amalsiz, xat yozish va kishilar bilan aloqa qilish jihatda hech qanday natijasi yo'q. Kelgusi yo'li qorong'u dedi. Hamma odamning o'ziga tushliq, ichi ochiq bo'lgan hikoyasi bo'ldi. Shunlashqa nima qaringiz? Undaq bo'lsa nima bo'pti? Haqiqiy masala hozir sizning nimaga erishkingiz bor? Nimani tanlagingiz bor? Siz diqqatingizni o'tmishingizga yoki siz erishmoqchi bo'lgan narsalarga qo'ysangiz bo'ladi. Kishilar ko'ngilni erishmoqchi bo'lgan narsalarga qo'ygan vaqtda siz xohlamaydigan ishlar shu hamon yo'qolib ketadi. Masalan, bir tarafi yo'g'insa, yana bir tarafi yo'qolib ketadi. Siz o'zingizning taqdiringizni loyihalasangiz bo'ladi. Siz bir yozuvchi, o'zingizning hikoyasini yozyapsiz. Qalam bo'lsa, sizning qo'lingizda. Eng oxirgi natijani amaliyotda o'zingiz tanlagan. Tartışkış qonuniyatining eng go'zal bo'lgan tarafi shuki, siz har qanday vaqtda tafakkur qilishga boshlasangiz bo'ladi. Haqiqiy tafakkur qiling. Ondan sizning vujudingizda inoqlik va xushallik bo'lgan bu xil sezim paydo bo'ladi. Bu qonuniyat sizning sezimingizga inkas qaytaradi. Tuvanda sizda o'xshamagan e'tiqod paydo bo'ladi. Masalan, bu odam sizni to'liqlab turadi. Yoki siz mening hayotimda hamma ishlarim o'ngishliq. Balki men qerib ketmadim. Men borgan sira yashirib ketib boraman deyishingiz mumkin. Siz faqat tortish kuch qonuniyatidan foydalansangiz bo'ladi. Siz o'zingizning ra'yingiz bo'yicha kashf qiling. Amaliyotda siz yurak qalda qutula olasiz. Xuddi irsiy qonuniyatdek. Madaniyat, urf-odat va jamiyat e'tiqod qatorliqlar. Vujudingizdagi kuch-qudratingizni isbotlang. Bu tashqi dunyoning ta'siridanmi kuchlik. Ba'zi odamlar balkim bundaq bo'lsa nihoyat yaxshi deyishi mumkin, lekin men qilolmayman yoki u qig'iz kelmaydi va yoki u hargiz bundaq qilmaydi. Mening pulim oz, men qilolmayman. Men deganda qaysar emas. Men qilolmayman. Mening boyligim yo'q. Men qilolmayman. Har bir qilolmayman deyishingizning o'zi bo'lsa, barliq keltirish bo'ladi. Siz o'zingizni qilolayman yoki qilolmayman deb qarang. Yanada sizning to'g'ri. Bunda qilishning cheki bormi? Albatta yo'q. Chunki bizda cheksiz oldiki mavjud bo'lg'uchi rahbarimiz yo'q. Bu yer sharida har bir odamning vujudida cheksiz kuch-quvvat bor. Ya'ni qobiliyat, tug'ma talant va kuch-quvvat. Turmushning naqdiyati. Parvardigor osmonga qardoski esib, ustiga hayotingizning nishoni va vazifasi deb yozib qo'ydimi? Osmonda bir qardoska nernavush bir qamlashgan kishi 21-asrning dastlabki mezgilida yashagan. U deb yozib qo'yganimi yo'q? Men cho'qim o'zimning bu yerda nima ish qilayotganligimni bilishim kerak. Men nima ish qilib bu yerda bo'laman? Parvardigorning bizga qo'llangan tadbirni izlab chiqing. Lekin bu qardoski bo'lmasa, shunga o'zingizga turmush nishoni belgilab vazifa o'rlashtiring. Sizning hayotingizni o'zingiz yaratgan. Mangu bir odam kelib, uni baholab o'ltirmaydi. Men nurg'un yil vaqt sarf qilib, ondan buni bilib yetaldim. Chunki mening kichik vaqtimga ko'z qarashim bo'lsa, men bu ishlarni cho'qim qilishim kerak. Navod bunday qilmasam, Parvardigormi mendan rozi bo'lmasligi mumkin. Men bu maxfiyatlikni egallab olgandan keyin, mening dastlabki nishonim bo'lsa, xo'shallikni his qilish. Orqada men barliq xo'shallik ilib keladigan ishlarni qilishga boshladim. Mening bir kalima so'zim bor bo'lib, u bo'lsa-mu, qiziqarli bo'lmagan ishlarni qilmaslik. Xo'shallik, muhabbat, erkinlik, kulki bularning hammasi bek muhim. Agar siz bir soat o'ltirib, xiyol qilgan bo'lsangiz, sizni xo'shallik his qildira oladiganini tinch o'tirib o'ylash. Agar siz sandvich yegan vaqtingizda intayin xo'shallik his qilsangiz, undaqda berib setib-oling. Men mushugimni silgan vaqtimda intayin xush bo'laman. Tabiatga singib kirgan vaqtimda intayin rohat his qilaman. Shunga men o'zimni davomli qo'qlaolati bo'lsam deb o'ylayman. Mening qilmoqchi bo'lgan ishim bo'lsa, diqqatimni erishmoqchi bo'lgan narsalarga yig'ish va turmushimda paydo bo'lishga orzu qilgan ishlarga qo'yish. Shunga ichki xo'shallik muvaffaqiyat qozonishda kam bo'lmaydigan xuruj. Sizga barliq go'zal tuyg'ularni his qildiradigan ishlar davomli uzilmasdan turmushingizda paydo bo'ladi. Siz anglab turing. Bularning hammasi siz orqali jalb qilinib kelingan. Uni qabul qilishingiz yoki ishlatishingizni tanlay olasiz. U kayfiyatingizni yaxshilaydi. Agar yaxshi bo'lmasa, siz undan voz kechishni bilasiz. Qaytadan sizni yaxshi his qildiradigan va sizning ko'nglingiz bilan o'rtoqlik bo'lgan ishlarni teping. Sezimingizga erishibmi? Olam o'z orbitasida sizga quchoq ochadi.
baxtning orqasidan agishibmi? Siz doim xushal bo'lgan muhitda yashaysiz. Siz quchog'ingizni keng ochib, olamni kutib oling. Siz sevginingiz bilan hayotingizdan birga bahramon bo'lishni o'ylaysiz. Sizdagi hayajonlik bilan baxtning hammasi asta-asta boshqalarga ta'sir qiladi. Men har kuni degidek shunday qilaman. Men o'zimning hayajoni va qaynoq hissiyotiga egishiman. Men butun bir kunning hammasida shunday qilaman. Biz bilan birga huzurlaning, chunki hayot yo'li undaq oddiy emas. U qaltis bo'lgan musofa. Siz o'xshash bo'lmagan amaliyat va o'xshash bo'lmagan turmushda yashab chiqdingiz. Ko'pchilik sizga qarab turyapti. Ular siz bilan bizning narimiz o'xshamaydi deb so'rashi mumkin. Birdan-bir o'xshamaydigan yeringiz shuki, siz turmushingizda maxfiyatlikni qo'llandingiz. Boshqalar qilolmayman deb o'ylagan ishlarning hammasini siz qila olasiz. Siz erishmoqchi bo'lgan barliq narsalarga erisha olasiz va orzulagandek odam bo'la olasiz. Biz yangi davrga qadam qo'ydik. Bu davrda eng oxirgi chegara tashqi plan bo'lmasdan, balki bizning ideyimizdir. Men kelgusining cheksiz bo'lgan mumkinchilikka va fursatga to'lg'anligini ko'rdim. Berib qo'ying. Biz eng ko'p bo'lganda insonlarning tug'ma iqtidorining 0.15%ni qabul qildik. Muvofiq bo'lgan tarbiyani qabul qilgandalar, ondan 100% iqtidorni joriy qildira olamiz. Dunyoni tasavvur qiling. Barliq odamlar aqliy iqtidori, tug'ma iqtidori va sezimlarini joriy qildirmoqda. O vaqtida biz bag'imiz kelgan yerga bora olamiz, qig'imiz kelgan ishlarni qila olamiz. Har bir dinga munosabatlik danglik asar yoki falsafa to'plamlaridami shunday aytilgan. Har bir zot yoki osmondan tushgan farishtalarmi shunday deydi. Uyingizga qaytib bu aql egillarini yaxshi tahlil qiling. Ularning orasida nurg'un odamlar bu programmada chiqqan. Bilamsiz, ularning hammasi bu ishni va bu maxfiyatlikni tushunadi. Hozir sizmi buni bilgansiz. Siz qancha ko'p ishlatgan siri shuncha bek tushunasiz. Siz hayot to'qmishiga yetib keldingiz. Chunki ichingizdan bir ovoz siz xushal turmush kechirishingiz kerak deydi. Siz tug'ilishingizdanla biror ish qilishingiz uchun yaratilgan. Bizning diyorimizga to'kib qo'shib, qimmatingizni yaratishingiz kerak. Siz faqat butun kuchingiz bilan eng yaxshi bo'lgan o'zingizni yarating. Siz boshdan kechirgan har bir ish va his qilgan har bir daqiqa amaliyotda hammasi shu bir daqiqa uchun qilgan tayyorligingizdan iborat. Hozir bilgansiz, siz o'z hayotingizning boshlamchisi. Tasavvur qilib ko'ring. Bugundan boshlab siz o'z doirangizda nima ish qilganligingizni o'ylashing. Bu daqiqada siz nima ish qilasiz? Siz bu daqiqani qanday egallaysiz? Hech qanday bir kishi sizning turmushingizni yashayamaydi. Hech kim o'rningizni bosamaydi. Hech qanday odam siz uchun sizning hikoyangizni yozamaydi. Siz kim? Siz zada nima qilmoqchi? Siz hozirdan boshlab o'zingizning hikoyasini yarating. Siz baqqolsiz va boshqalar bilan o'xshamaysiz. Bu burun turmushingizda yuz bergan ishlaringiz bilan munosabatsiz. Yashingizning cho'ng kichiklik bilan munosabatsiz. Sizning haqiqiy fikr yurgizgan vaqtingizdan boshlab ko'nglingizda bir xil narsa paydo bo'ldi. Sizning kuch-qudratingiz butun dunyoning kuchidan cho'q. O asta-asta paydo bo'ladi. Agar siz ruxsat qilsangiz, o sizning hayotingizni o'zgartiradi. O sizni parvarish qiladi va sizni qo'g'daydi. Sizga yo'l ko'rsatadi. Hozir men bu tarafga cho'nqur ishonaman. Qilcha gumonlanmayman.